Bizda dizayner deganda odamlar faqatgina o'sha vizualizatsiyani tushunadi-ku. Lekin aslida qulaylikda dizayner mana bu burchakni nimadir qilishim kerak, mana bu burchakdan maksimum foydalanishim kerak degan masalalar bor. Umrimizni qurbon qilganmiz-da bu sohaga. Inson umrini sarf qilib ilm oladi. Umrini sarf qilib pul topadi. Biz hozir mijozlarimizga xizmat qilayotgan joyimiz bizni umrimizni olyapti mijoz. Tajribamizni olyapti va u inson uchun biz o'sha loyiha tayyor bo'lguncha 2 oymi, 3 oymi yashaymiz u inson uchun. Ertalab turdikmi o'sha inson uchun xizmat qilish uchun yashaymiz. Hozir ko'p domlar qurilyapti. Haqiqatda juda ko'p domlar qurilyapti. Mehmonxonalar qurilyapti. Xo'p, Yangi O'zbekiston qurilyapti. O'shanga interyer dizayn sohasiga talab qanaqa darajada yuqoriligini bir. Menimcha dizaynerlar yetmasa kerak. Ayol kishini baxtli qilish uchun biz ham manfaat bera olamiz. Baxt nima degani? Baxt bu baxtsizligini oldini olish. Biz mana shunaqa travmalarni oldini oladigan qilib loyiha qilsak, ya'ni o'sha baxtli kunlarni ko'payishiga sabab bo'lamiz. Ya'ni maqsad qo'ydingizmi? Maqsadingizga erishguncha o'rtada dam olish mumkin emas-da. Dam oldingizmi, to'xtab qolasiz. To'xtadingizmi, yana razgon olib o'sha atmosferaga o'sha tezlikka chiqish uchun yaxshigina energiya sarf qilishingizga to'g'ri keladi. Men aytamanki, bolalarga unutinglar deyman. 6 oyda, 4 oyda nimadir natijaga erishish. Bilmayman, nisbatan qanaqadir pul topish mumkindir, lekin hayotni o'zgartira oladigan darajada nimagadir erishish uchun yillar davomida kerak. Assalomu alaykum. Ismim Mansur. Hozirda dizaynerlik faoliyati bilan shug'ullanaman. Xo'p, prorabli podключ xizmatlarimiz ham mavjud. Xo'p, bu podkastimizda sohaga birinchi kirib kelishimga sababchi bo'lgan inson Abdusattor Abdurahimov, SNG bo'yicha 3D modeling sotish bo'yicha liderlardan Dizipro o'quv markazi asoschisi va hozirgi ustozim Sherzod Mustafayev. Hop, Tisish Project, Art Deco Construction, Art Deco kompaniyasi va United Akademiyasi. Undan tashqari Construction Business klubi asoschisi Sherzod Mustafayev. Sherzodga tanishganimdan xursandman. O'zi sizni blog orqali tanidim. Ana zal ketotdik, keyin to'yda o'qimoqchiman deb sizni ko'rsatdilar. Keyin sразу men tanimiz ekanman bu akani dedim-da. Bo'lsa men ham bir 10 yil oldin shu sohada bo'lganman. Endi men unaqa prorablik qilmaganman, qurilishda bo'lmaganman-ku. Dizayner bo'lganman. Interyer, eksterior bo'yicha o'sha 3 max o'rganganimda birinchi marta men o'sha anodan boshlaganman. Interyerdan boshlaganman. Ano Dream House bor-ku. Katta qurilish kompaniyasi. Birinchi loyihasini, birinchi Zahli aka. Birinchi loyiha men bo'lgan. Mana shuni men o'zim ishim. 3D modelini qilgansiz. O'sha 3D modelini qilganman. Keyin buni mana maketini qilishgan mana shu serial atrofida qurilgan dom. Men buni bu zakazni rasmini qo'yib qo'yamiz montajda. Bu zakazni men OLX olganman. Bularni logotipini ham men qilganman. O'sha Dream House degan nom mendan chiqqan. Bor hech narsa yo'q. Absolut hech narsa yo'q. Ano Finansis orzu qilaga shu rahbar ham orzu qilaga bo'lgan. Orzu bo'lganiga inglizcha Dream House deb turib Photoshopda logotip qilganman. Ideya ham sizdan chiqqan. Dream House ham nomam meniki bo'lgan. Logotip ham meniki bo'lgan. Olib borganman, ma'qul bo'lib haligacha logotip. 10 yilda rebranding qilinmagan. O'sha logotip turibdi. Hozir katta qurilish kompaniyasi ketdi. Ya'ni birinchi o'sha OLX-dan olgan zakazlarim. Buni 5 dollarga qilganmiz mana men bu anavni logotiplarni adashmasam 2 million so'mga qilganman naming bilan. Shu bilan kirib kelib, keyin interyer dizayner bo'lib, keyin men bu 3D modeling anosiga sotib o'tib ketganman. O'zi bundan oldin o'sha grafik dizayner bo'lganman, to'ylarda montaj qilganman. Menda kirib kelish shunaqa bo'lgan. Menda mini. Keyin bularda masalan o'sha qurilishga kirib ketadilar. Ya'ni biz faqat o'sha interyer qilamiz, bo'ldi, berib yuboramiz-da. Birinchilar uchun, ya'ni bizdagi odamlar o'sha kimdir qo'lda ishlab, uni ishini qilib beradi, pulini oladi, bo'ldi. Biz u yog'ini qila olmaymiz. Bular endi siz tepaga qarab. Bu yoq tomonga o'tib ketdingiz. Qanaqa kirgansiz o'zi? Sizda qanaqa bo'lgan? To'raganmi? Bu sohaga qiziqish shu yoshligimizdan bo'lgan. 5-sinf paytida rassomchilik litseyda o'qiganman. Ham maktab, ham litsey. Va mana shu rassomchilik litseyida
rassomchilikdan tashqari shu loyihalashtirishdagi maket yasashda ham qiziqishim baland bo'lgan. U payt hali arxitektura degan so'zlarni kam ishlatiladigan va dizayn degan so'z deyarli yo'q edi. O'sha naqqoshlar, rassomlar masalan uylarni remont qiladigan paytlarda biz ham borib xizmat qilib o'sha payt lipninalar, tyagalar, o'sha qolipchalarda quyib yopishtiradigan ustalarda o'sha qarindoshimizning uylarida ishlayotganda o'sha yerdan ilhom bo'lib, shu dizayner, arxitektor bo'lishga ilhom bo'lgan. Taxminan bu 7-sinf atrofida shu ilhom bo'lgan menda. Mana shu sohani tanlashga. Va bir katta bir Buxoroda bir uy qurilgan, juda haybat, hozir ham haybatli. Va mana shuni ko'rib, o'shani uyga kelib maketini yasaganman. O'sha 7-sinf paytimda, taxminan 13 yoshlik paytim. Va mana shunda qaror bo'lgan. Endi shu arxitekturaga uylar chizib, uylar qurishga maqsad bo'lgan. Shunaqasi va ustozlarga shogird tushib, undan keyin 5 litseyni bitirib, keyin 4 yil kollejga o'qiganman. Ya'ni Benkov kollejining filiali Buxoro Sharifda edi. San'at bilim yurti, o'sha yerda rassomchilikni yana 4 yil o'qib, undan keyin Toshkent arxitektura qurilish institutiga o'qishga kirib, bu yerda 5 yil o'sha institutni bitirib, undan keyin Londonda Cromwell kollejini bitirib va ikkita mana shunaqa mutaxassislikni arxitektura yo'nalishi bo'yicha bitirib va 2011-yildan beri Art Deco dizayn kompaniyasining rahbari, asoschisi va shu paytgacha 5800 ta loyihalarni muvaffaqiyatli egalariga topshirib, yana harakat qilib davom ettiryapmiz. 5800 ta. Xo'p, birinchi ochgan loyihangiz o'sha Art Deco bo'lgan? Da, Art Deco dizayn kompaniyasi. Men o'z Art Deco degan o'z stil-ku. Da. Art Deco stil-ku. Menga eng yoqadigan stillardan biri bo'lgan. Hozir ham shu bo'lsa kerak. Oxirgi yil o'ylab ko'rmadim. Noodatiy. Chunki o'tda o'sha tillalar ishlatilardi, boshqa narsalar. Hozir o'sha Art Deco stili bo'yicha mana 100 ta proyekt olsangiz, nechtasi klassika? Taxminiy, nechtasi modern masalan, nechtasi barokko masalan stillari borda, ana vijib ketgan. Nechtasi Art Deco o'sha bo'yicha aniqib bering. Bo'lib bering mana O'zbekistonda qanaqa stillarga talab bor? Uchastka bo'ladimi, kvartira bo'ladimi, farqi? Taxminan bir 60-70% neoklassikaga o'tib ketgan ko'pchilik va ba'zi neoklassika bor. Neoklassika shunaqa. Ko'pchilikning talabi, xohishi va modadan qolmaydi degan xulosasi bor. Biz ham endi talab qiladiganimiz endi stilga qarab, agar yo'q qaytagi minimalizm stilda masalan, yoki o'sha neoklassika, Art Deco stilda ham masalan ijod qilamiz. Buni klassika kamroq. Taxminan bir bo'lsa ijodimiz davrida bir 30% bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Ustoz, o'zingiz qaysi uslubda ijod qilishni yaxshi ko'rasiz? Hamma uslubda. Art Deco necha foiz? Taxminan bir 20% bo'lsa kerak. Art Deco ham yaxshi ekanda. Endi unga talablar kamroq. To'q ishlatiladigan qismlari bor masalan. Uni tushunadigan o'zining muxlislari bor. Analarcha, modernlarcha. Modern ham yaxshi. Modern stillar masalan talab bor. Stillar rasmlar chiqaramiz-ku, montajda o'sha neoklassika bor, klassika, barokko stillari bor-ku. Barokko maksimum vijilatish kerak-ku. Rokokko ham bor. Rokokko undan nima menimcha? Undan keyin. Xullas shu bitta shu ustozimiz Mansur aka Murodov bizning birinchi ustozimiz bo'lgan. O'sha interior bo'yicha. Bir buyurtma olishgan. Barokko stilida olishgan. Barokko stilni olib turib, hamma joyga nima bo'lsa ham tiqqandan keyin shu klient kelib turib, qarab, shu oddiy bo'lib qolmadimi deganda. Men shuni tushunmayman psixologiyasini. Ya'ni ularni tanqid qilish emas. Masalan, akamiz ham ko'rsatdi. Kimdir unga san'at asari sifatida qarashi mumkin. To'g'ri tushunasiz. Har bir narsaning o'zining tarixi bor. O'sha barokkoni ham yaranishidan oldin qadamma-qadam masalan o'sha davlatning siyosati, arxitekturasi, qurilishi va uning qudratini ko'rsatish uchun mana shunaqa stillar ketma-ketlikda avj olib chiqadi. Ayniqsa Renessans davrida mana shu klassikadan shu barokkoga o'tayotgan, rokokoga o'tayotgan jarayonda ham urushlar ham va qudratni ko'rsatish uchun ham arxitektorlar ham, quruvchilar ham ancha hissasini qo'shgan. Balki shu akalarimiz ham ko'rsatib qo'yaman deyishganda. Har bir davrning o'zining xarakteri bor. Yoki ko'rsatib qo'yaman deyishadi, yoki rostdan uni tushunadi. Nima deydi? Rostdan balki san'atni tushunadi. Men tajribamda san'at tushunadiganlardan ko'ra ko'rsatib qo'yaman deganlar ko'proq uchraydi lekin. Unaqa masalan san'at tushunadigan odam ko'p bizani.
Bor. Ko'pmi? Tushunadigan bor. Uning uchun shu anov bilan bo'lish kerak-da. Keyin- Did bilan bo'lish kerak-da. Keyin dunyo kezib ko'rib kelib ko'pchilik shunaqa narsa xohlab qoladi. Ba'zilar tajribadan. Lekin nima bo'lsa, masalan, uy baland bo'lishi kerak deb o'ylayman. Uy baland, patolog baland bo'lishi kerak, eshiklar baland bo'lishi kerak. Menimcha shu bilan odam bir haybatni ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Anovlardan ko'ra. Haybatdan ham tashqari buni yana bitta tomoni bor ekan, ustozdan o'rganganim. Ya'ni kislorodda qancha qismi kislorod karbonatni funksiyasini bir darsimizda o'tganmiz. Aytib bering ustoz. Insonni qomatiga qarab uyni balandligi tanlanadi-da. Masalan, 180 bo'lsa, 360 xonani proyektini qilgan yaxshiroq. O'sha oiladan kelib chiqib 2x da balandlik 2x da ko'payadi. O'shanda nafas chiqarganimizda xonaning teng yarmi kislorod, pastki qismi, tepa qismida karbonat yig'iladi. Agar karbonat balandligi pastroq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nafas oladigan qismimiz o'zimiz chiqargan karbonatdan nafas olishimizga to'g'ri keladi. Shu bo'lsa darsligingiz bor-da sizni? Onlayn bor-a shu darsingiz? Da, onlayn ham bor. Nechta dars bor ichida? Hop, 16 ta darsligimiz bor va qurilish bo'yicha 20 ta darsligimiz bor. Arxitektura dizayn bo'yicha. 16 ta mavzu, uning ichida yana 16 ta darslik ichida 200 ta mavzu. Ha, 200 ta mavzu bor ichida. Arxitektura dizayn Chunki masalan bu qiziqda. Ya'ni men aytmoqchimanki, mana bu bilimlarni men ochiq aytaman, shu ustilarimiz ko'p, taraflarimiz ko'p, oddiy u nima deydi, malyashik bo'ladimi yoki boshqa g'isht teruvchi bo'ladimi? U bilmayman, masalan, hamma shu mavzularni bilish kerak deb o'ylayman baribir. Chunki bular zo'r narsa gapirib beriladi. Ana uni gapirib bering. Qo'yib yuboramiz. Ikkita vanna anov bor-ku. Ikkita vanna debman. Ustoz o'zlari gapirib berganlari ma'qul bo'ladi menimcha. Ya'ni ikkitali smestitel qayerdan kelib chiqqan aytib berdingiz-ku. Ha, o'shaning uchun menga qiziq bo'ldi. Ikkitali smestitel hozir qo'yilyapti-ku, endi men o'zi ikkitalik rakvinada. Ha, ikkitali rakvina. Men o'zi boshida uni er-xotin birga turib qolsa, ishga ketayotganda shoshib qolmaslik uchun bittasi bundan foydalansa kerak deb o'yladim, lekin aslida tegidagi negizi boshqa narsa ekan ustoz o'zlari. Endi bu narsani tegi Angliyaga borib taqaladi. Hop, angliyalar rakvinaga ikkita alohida smestitel qo'yadi, issiq alohida, sovuq alohida. O'sha yerda 3 yil yashaganimizda 6 ta 7 ta uylarni ichida yashaganmiz. Masalan, kottejda, villalarda, masalan deylik, o'sha kvartiralarda yashagan bo'lsak, hammasida smestitellari ikkita alohida. Sovuqqa qo'limizni ushlaymiz, undan keyin issiqni ochamiz, keyin shunaqa yuvamiz. Bitta jumrakdan chiqmaydi. Ilusiv bo'lib tushmaydi ya'ni bitta. Ya'ni ular nima qiladi? Eski ota-bobosidan qolgan mana shu odatni, rakvinani qopog'ini yopadi, issiqni, sovuqni ochadi, suvni to'ldiradi rakvinada va mana shu yerda tahorat qiladi. Ya'ni yuzni yuvadi, og'zini chayqaydi, burnini chayqaydi va o'sha suvdan masalan nima deydi, bir gigiyenaga to'g'ri kelmaydigan ishlar bor, lekin ota-bobosidan qolganligi uchun shuni ishlatadi. Endi er-xotin uchun alohida qilgani bunga ta'sir qilmasligi, ya'ni soqollanilayotgan paytda o'shana kelib chiqqan bu ikkita rakvinaning alohidaligi. Va bizlarga ham masalan yetib kelyapti, bitta sanuzilda ikkita rakvina. Lekin ikki kishi bir paytda kiradigan holat bizda deyarli uchramaydi. Narsa. O'sha anovlarni masalan dizaynerlar bo'ladimi? O'sha loyiha g'oya qiladiganlar bo'ladimi? Shuni anovsini tushunmasgani yaxshi deb o'ylayman. Mantig'ini o'zi masalan menga azamat kelgan bitta arxitektor dizayner akamiz bor. Juda ham hurmat qilaman. Ular ham ko'p narsa aytib berganlar, masalan, o'sha uchastka qurayotganda uni kiradigan eshik quyosh chiqadigan tomonda bo'lishi kerak. Qishda muzlar eriydi. Yoki oyna mana bu tomonda bo'lishi kerak, uni oynasi. Kuxnyani oynasi, shamol esib turib, ular kuxnyadagi hidlarni olib chiqib ketishga yaragan har xil anolari bo'lardi. Ya'ni hamma narsada mantiq bor demoqchiman-da. Ya'ni u qanaqa joylashgan, qanaqa quyoshga aloqasi bor. Hammasi yorug'lik, quyosh, odamlar maza kirganda bu ko'rinishi, ko'rinmasligi, o'ta nozik masala demoqchiman. Ya'ni bizda dizayner deganda odamlar faqatgina o'sha vizualizatsiyani tushunadi-ku. Ko'rinishini qoyillatib bersa bo'ladi deb tushunadi. Chunki lekin aslida qulaylikda dizayner mana bu burchagini nimadir qilishim kerak, mana bu burchagidan maksimum foydalanishim kerak degan anolar bor. Masalalar bor. Yoki bir akamiz bizdan so'raganda o'sha ikkinchi etajga chiqqanda bunaqa qilib zina qilishgan, o'rta bo'shib qo'ygan, shu nimadir qilish kerak. Foydalanish kerak va buni rostdan ham
ular qilishadi. Dizaynerlar qilishadi. Haqiqiy dizayner. Chunki shunchaki shkafni yasatib qo'yib qo'yish yoki nimadir qatkada joylashtirish yoki qanaqadir dekorativniy narsa qilib qo'yish yoki patolog qilib qo'yish, bu ochiq aytaman, bu Pinterest bo'ladimi? Juda ko'p tayyor loyihalari bor-da. Shunchaki ozgina tushunadigan odam ham ko'chirib olib turib, ustakalar bilan akalar mana bunaqa qilamiz, desa qilib tashlashadi. Dizayner vazifasi uni tajribasidan kelib chiqib, unga aniq qilib berish. Yechim qilib berish har bitta kvadraturada maksimal foydalanish. Birga bir qilib berish. Va sizni o'sha faoliyatingiz davomida bo'lganmi shunaqa muammolar? Dizaynni ishlatasiz, chizildi. Hayotda topa olmayapsiz yoki chiqmayapti. Klient norozi, menga boshqa narsa ko'rsatganding, lekin boshqa narsa chiqib qoldi degan narsalar, ba'zi narsalarda bor bu narsa. Ayniqsa masalan, lustra masalasida bo'lishi mumkin. Yoki mebel masalasida bo'lishi mumkin. Lekin qolgan narsani po proyektu o'sha loyihada qanaqa bo'lgan bo'lsa, ustalarimiz orqali u narsani rangda ham, ob'yomda ham, shaklda ham chiqarsa bo'ladi. Mana shu funksiya haqida gapirdik. Bu eng muhim narsa. Qurilishda ham, arxitekturada ham, dizaynda ham. Funksiya bu qulaylik. Funksiya bu ergonomika. Funksiya bu har bir narsaning oltin kesishmasi, zalato secheniya deymiz. Har bir narsaning proporsiyasi, bu hammasi funksiyadan kelib chiqadi. Birinchi o'rinda har doim funksiya qo'yiladi. Ya'ni funksiyada nimalar kiradi? Ya'ni mijozning talabidan kelib chiqib, maydoniga qarab har bir narsaning katta kichikligi. Masalan deylik, fasadimiz 10 metr bo'lsa, darvozaxona 3 metrdan katta qilish mumkin emas. Masalan, agar 5 metr darvozaxona qilsangiz, teng yarim bo'ladigan bo'lsa, u proporsiyasi buziladi. Xuddi odamni masalan bo'yi 3 metr, kallasi hozirgi razmerida bo'lganday. Hamma narsaning proporsiyasi bor. Zal qaysi kvadratda, qaysi sotuqda necha bo'lish kerak? Nechta masalan spalniyalar necha bo'lish kerak? Hammasini o'zini sotug'iga qarab katta kichikligi ham o'zgaradi. Nisbati ya'ni. Nisbati ham. Mana shu narsani arxitektor his qilish kerak, bilish kerak, ilmi bor har bir narsani. Eshiklar qaysi tomonda bo'lishi kerak? Masalan, xonani o'rtasida kiriladimi, chaproqmi, o'ngroqmi, masalan, qancha atkosga joy qoldiramiz? Eshiklar ochilishi, ochilgandan keyin birinchi ko'ziga nima ko'rinadi, masalan, spalnya kravati ko'rinadimi, yo sanuzilda ham. Oddiy shu sanuzilga kirish ham qonun qoidasi bor. Eshik o'ng tomonga ochilgandan keyin chap oyoq kirishi kerak. Ba'zi holatlarda Yevropa standartlari bo'yicha gostinitsalarda eshiklar ichkariga ochilishi kerakligini talab qo'yilgan. Ya'ni ichkarida mazasi qochib yiqilsa, nima deydi, tez yordam kelib eshikni ichkariga oyog'i bilan urib sindirish uchun. Lekin bizning standart bo'yicha tashqariga ochilishi kerak. Ya'ni ichkaridagi inson yuragi siqilib, havo yetishmay qolgan bo'lsa, masalan, cho'milganda kislorod tugaydi. Parlar chiqadi, karbonatlar chiqadi. Va yurak siqilganda ruchkani ushlab tashqariga yiqilish kerak. Hammomdan tortishdan og'irlik qilmasin unga. Eshikni tashqariga. Ajoyib. Shunda ochib chiqib ketishi uchun. Yoki yiqilib tushsa ham, yoki yiqilib tushadigan bo'lsa ham, tashqaridan odam kelib bemalol eshikni ocha oladi. Eshik tagida yiqilgan bo'lsa mabodo, eshikni ochmoqchi bo'lsa, yana yotgan odamga tegib ochilmasligi mumkin. Keyin maslahat berishimiz, mana shu sanuzellarda, eshiklarda bir 15 sm uzun qilib ko'rinmaydigan tosh oyna bor-ku. Shisha. Shishali qo'yilsa, plyonka yopishtirib qo'yilsa, ertaga bir narsa bo'lsa ham shishani sindirib, eshikni ichkaridan ochsa bo'ladi. Shunaqa joylari bor. O'zimizdan hayotda bo'lgan bu narsa. Kichkina toy o'g'ilchamiz o'sha payt 1,5 yosh paytida hammomga kirib, eshikni quflab qo'ygan. Och desak tushunmayapti. Naborot quflayapti. Yana masalan. 1 soat turgandan keyin majbur biz shishani sindirib, eshikni ochib, keyin chiqamiz. Biz eshikni buzishga yoki masalan ko'p shikast yetardi eshikka. Va evakuatsiya jihatdan mana shu holat ham tezroq bo'ladi, yaxshiroq ham. Qiziq. Mebellar dizayn qilasiz-ku. Dizayn qilganingizda shu mebellar tushmasligi mayli-ku. Sen mana bunaqa mebel ishlatib qo'ysa, mebel topa olmadingda, lekin lustra mavzusida men har tomonlama odamga aytaman, indamanglar. Lustra boshqa bo'lish tabiiy, sabab bor. O'zbekistonda lustralar Xitoydan olib keltiriladi, bilamiz, va ular 6 oyda, 1 yilda o'z aslida qolmaydi. Qolgan taqdirda ham dizayn hech kim chizdirtirmaydi. Chizdirtirgan taqdirda ham u dizayn u bilasiz, masalan, dizayn qilingandan keyin 1 yildan keyin u lustragacha kelasiz. Oxirgilanadigan narsa-ku. Keladi, remont bo'ladi, hammasi bitadi, keyin shu mebel olib kelishgan lustra ilinadi, ungacha u modeli ham qolmaydi. O'zgarib ketadi va tabiiy uni ushbu modeli ham yo'q asosan. Endi bizda treatment.com da bor-ku. Endi u ham tugaydi-da. Mana 6 oydan keyin aka deydi, men 200 yasattirdi deydi. Bo'ldi, olib tashlavering deydi.
O'sha bu olib kelmaymiz buni boshqa deydi. Chunki Xitoyda yana o'sha minglab, millionlab yangi dizayn chiqadi, keladi, qolmaydi. Buni bitta yo'li bor. Uchtamada o'sha interior dizayner borib, hali dizaynni oldin aka bilan tasdiqladi, buni sotib olish kerak-da. Qattada ushab turish kerak. 1 yildan kelaman deb. O'shani birga bir bo'ladi. Ungacha masala u birga bir chiqarish. Lyustrani ham masalan bo'lib ham chet eldan keladigan narsalar. Mebellar-ku mayli. Mebellarni zakaz bo'yicha qildiraverasiz. Lekin lyustrani qildira olmaysiz-da. Zakaz. Xitoyga zakaz qilishingiz mumkin. Buning uchun qanaqa bo'lib ketish kerak? Shu loyihalashtirishimizda uchastka quradigan bo'ladigan bo'lsak, proyekt loyiha qiladigan bo'lsak, 18 ta o'zining punkti bor. Nimalarga e'tibor berish kerak? Hop, birinchi o'rinda shu ikkita qo'shnini analiz qilishimiz kerak. Qay darajada ular qurilgan. Agar ko'cha tomonda qurgan bo'lsa, biz ham ko'cha tomonga qurishimiz to'g'ri keladi. Agar etak tomonda bo'lsa, biz ham etak tomonda. Yoki qo'shnilar etak tomonda, siz ko'chada quradigan bo'lsa, shaxmat bo'lib qolsa, havo aylanishi muammosi duch kelinadi. Ikkita balkon bir-biriga qarama-qarshi, bir-biriga soyasi tushadi. Minuslari juda ham ko'p. Mana shu narsaga qo'shnilarga qarab, quyoshga qarab, qiblaga qarab, kerak bo'lsa oyga qarab ham loyiha qilishimiz kerak. Oy qaysi tomonda turish kerak? Ya'ni uyimiz qaysi oy tomonga turish kerak, shular bo'yicha. Har bir narsadan unumli foydalanishimiz kerak. Skvoznak, shamol, masalan, mehmon keldi, qaysi tomondan kirishi mumkin? Kamida ikkita yo'l qilishimiz kerak. Tashqaridan kirish va uyning ichidan kirish. Xo'p, letniy kuxnya qay darajada oshxonaga yaqin bo'ladigan holatda bo'lish kerak, masalan. Mana shu ko'p funksiyalar bor. Mana shulardan kelib chiqib biz mijoz bilan mana shu 18 punktni suhbatlashib, yaxshi nima deydi, kerakli informatsiyani olganimizdan keyin keyingi qadamga o'tiladi. Keyin loyiha boshlaysiz yani. Keyin loyiha. Ustoz, uyi etak tomonda solgan yaxshimi o'zi aslida yoki oldi tomonga solgan yaxshimi? Shuni farqlari, pluslari, minuslari bo'lsa. Ikkalasini ham plyusi va minusi bor. Etak tomonda solinganning katta plyusi xonalar ko'proq sig'adi. Ko'chada solinadigan bo'lsa, darvozaxona 30%, 40% joyini olib qo'yadigan joylar ham bor masalan. Katta plyusi, birinchi plyusi xonalar ko'p sig'adi, ikkinchi plyusi fasad bitta iqtisodiy tomonlama, asosiy fasadga ishlanadi. Orqadan masalan 2 metr qochgan bo'lsa, masalan, yengilroq fasad qilsa bo'ladi. Hovlicha qoldirilsa. Xo'p, yana keyingi plyusi kirgandan keyin birinchi hovlidan foydalanamiz. Undan keyin uyga kiramiz. Landshaft ko'rinadi. Ko'cha tomonda bo'ladigan bo'lsa, darvozaxonadan ba'zi holatlarda uyning ichiga kirib ketamiz. Landshaftni foydalanmaymiz. Hovlidan foydalanmaymiz. Xuddi bir kvartirada turganda foydalanishga to'g'ri keladi. Hop, plyuslari yana shu 3 ta, 4 ta plyusimiz sanab o'tdik. Minuslari quyosh aylanishi salgina etak tomonda bo'lganligi uchun orqa tomoniga quyosh kirish kamroq. Havo aylanishi ham salgina ta'siri bor. Ko'chadagi shovqinlar salgina kirish ehtimoli bo'ladi. Bezopasnost tomonlama, masalan, o'g'ri kirishiga ham, koptoklar tushib ketishiga, devor bo'lgan hisobiga. Shu tomonlama sal bor. Ko'cha tomonda qurilsa, qo'rg'on sifatida bo'ladi, derazalar reshetka bo'lsa ham, ikki tomonda ham havo aylanishi, quyosh bu tomonga ham bu tomon kirish plyuslari. Hop, bitta minusi mana shu darvozaxonadagi xonalarimizni joyini egallab qolishi. Fasadga rasxod bo'ladi, ikki tomonlama. Keyin o'sha mashinaning tutuni qish oyida masalan yoqilgan paytida salgina uyiga kirish ehtimoli bo'ladi. Fasad xarajati ham bor. Yer oldingiz-ku? Necha sotix yer oldingiz? 2 sotix yer oldim. Mana yerlar bor, mana 2 sotix bor, 3 sotix bor, 4 bor, to'g'rimi? O'shani mana necha sotig'ini uy qilish kerak, nechasi hovli bo'lib turishi kerak, ya'ni maydon bo'lib turishi kerak. Proporsiyaga qaraydi. O'shani tushuntirib berasiz. Qanaqa qilmoqchi deysiz mana? Sizda bormi shu bilim? Endi 2 sotiqqa hovli kamroq qoladi. Taxminan 25% qoladi, 75% ga qurilish tushadi. O'zi aslida 75 ga qurish kerakmi? Kichkina yerlarga shunaqa. Agar masalan 4 sotiq bo'lsa-chi? 4 sotiq bo'lsa 50 ga 50 qurgan yaxshi. 2 ga qurib, 2 ni anaroq qilaverish kerak. Landshaft zonaga berib, qolgani 6 bo'lsa-chi? 6 bo'lsa, taxminan bir 40% uy bo'ladi. Taxminan 250 kvadrat. Aniga kattaroq beraverish kerak deysiz-da, to'g'rimi? Landshaftga ko'proq beraverish kerak deysiz, to'g'rimi? Endi men o'ylashim bo'yicha nechta odam yashashini ham hisob talabiga qarab ham bo'ladi. Funksiya, ya'ni mijozning talabi. Kimlar turadi, nechta oila turadi, shular bo'yicha. Masalan, darsimizda ham aytdim-ku, hamma o'zini uyini chizsin, loyihasini va shu loyiha bo'yicha hozirgi turgan uyini qaysi joylardan kam foydalanadi va shu joylar rangni belgilanglar. Masalan, shunaqa proyektlarimiz bor hayotda, masalan, mijoz o'sha xonaga kirmaydi, bir yilda 2 marta kiradi, bir marta kirishi mumkin. Va shularni rangni belgilasak, shunda bizga bilinadi, taxminan 30% biz foydalanmayapmiz.
Aslida loyiha qilganimizda har bir kvadratidan unumli foydalanishimiz kerak. Har bir. Kerak bo'lsa garderobni ichini ochganimizda har bir burchak bizga foydali bo'lishi kerak. Har bir nuqtasi. Men birinchi o'sha uchastka zakaz olganda borganmiz edi. Men o'zi qishloqda chiqqan bolaman. Qishloqda o'sha keldim. Ish boshladik. Mansur aka bilan o'sha mana bu loyihalardan keyin uchastka oldik. Katta uchastka 2 tashkali. Ve har bitta spalnini sanuzeli borligini bilib men tom ketib qolgan. Ya'ni unaqa narsa meni hayotimda bo'lmagan. Hozir bu standart-ku. Sanuzel har bitta xonada bo'lishi kerak, umumiy mehmon bo'lishi kerak. 6 tami sanuzeli bo'lgan ular. Men aqlimga sig'dirmaganman, chunki meni hayotimda sanuzel deganda bitta tualet bo'ldi. Va pastda. Yoki men xayolimda o'sha domlardan bitta bo'lishi kerak. Ikkita bo'lishi kerakdir mehmonga va aniga oila a'zolariga. Ya'ni o'shanaqa narsalarni men o'sha ish faoliyatida ko'rganman. Ya'ni oddiy standart narsalar ham ya'ni men uchun wow, shunaqasi bo'lar ekanmi degan anolar bo'lgan. Bu shunaqa bo'lar ekan degan birinchi loyihalar. Endi bu vaqtda bir 8 yil oldin bo'lgan vaqtlar bo'lganda. Shunday. Talabdan kelib ham chiqiladi. 5 sotug'lik uchastkada biz 11 ta sanuzel joylashtirgan joyimiz ham bo'lgan. Mijoz talabi shunaqa bo'lgan. Har bir spalnyada alohida sanuzel. O'zlariga, ayollarga ham alohida kerak bo'lsa, o'sha 11 ta sanuzel joylashtirilgan. 5 sotuqqa. Xo'p, uchastkalar bo'yicha eng katta, ya'ni sotuqqa qurgan loyihangiz qanaqa bo'lgan? Uchastkangiz. Eng katta sotiga eng katta, o'sha kvadrati ham kattaligi bo'yicha. 40 sotuqlar atrofida. 40 sotuga qurilgan. 40 sotuga umumiy landshaftlar bilan. Yer qismi, yer zonasi, ya'ni dachni zonalarini hisoblasangiz, undan ham kattaroq bor. Dachni, uchastka hovlilariga shu 40 sotuqqa katta loyihalar joylashtirganmiz. Eng kichkinasi-chi? 1 sotuq. 1 sotuq. O'nga 10. Hovli qolmagandir. Hovli qolmagan, salgina hovli bor, bir 7 kvadratcha joy qolgan. Darvozaxonamning to'g'risida qolgan 100% ga qurilish bo'lgan. Eng kulgili loyihangiz qanaqa bo'lgan? Masalan, Azamat aka menga aytib bergan, Azamat aka bitta buyurtmagan. Itni qabrini dizayn qilgan. To'g'ri. To'g'ri. Itni qabrini men dizayn qilganman deganda. O'shanga dizayn qilib berasan degan. Ust ko'rinishini, ya'ni. Ust ko'rinishi, boshqa qanaqadir landshafti bo'lgan boshqa narsa bilan qilib berasan degan. Chet eldan olgan bo'lsa kerak biz akangiz, yo'q. Yoki bilmayman, menimcha o'sha millati boshqa bo'lsa kerak. Menga nima degan? Pul olganman, qilib beraman deganlar-da. Sizda qanaqa bo'lgan? Eng kulgili, qiziqarlimi, kulgilimi? Kulgili qurilishlar juda ham ko'p. Buni bittasini aytamiz. Bir mijozimiz Tishi Proyektov, ya'ni tayyor uy loyihalaridan bizdan loyiha oldi va o'sha TTZdan sal o'tgandan keyin o'sha Qibraga buriladigan yo'l bor. O'sha tomonida yer berilgan paytda birinchi bo'lib borib qoziqlarni qoqib, birinchi uyni korobkasini ko'tarib qo'ygan inson hisoblanadilar. Korobkani ko'tarib, tomlarni yopgandan keyin qo'shnilar atroflarida qurilishlarni boshlashdi. Boshlab ketsa, teskari uy qurgan ekanlar-da. Ko'cha boshqa tomonda bo'lib qo'ygan. Ko'cha orqada bo'lgan. Kim bilib qo'ygan? Keyin bilgan. Ya'ni darvozaxonalari tomon qo'shnining orqa uyiga bo'lgan ekanda. Endi nima qilaman dedilar. U yoqdan qurilish, bu yoqdan qurilish, meniki teskari bo'lib qopti. Biroq bunday emas, bunday qurilganda. Men aytdim, endi ro'paradagi qo'shningizni dedim, sotib oling. U bo'lmasa uy qursa, kira olmaysiz ko'chadan. Etak tomonda qurilish qilgan keyin ular. Yo'q, fasadi tekis. Etak tomonda sotib olganmi? Yo'q, xabarim yo'q. Lekin oxirgi suhbatimizda o'shani sotib oling, boshqa variantingiz yo'q dedim. Hovlilar katta uzun bo'ladi dedim. Katta uzun bo'lganda o'sha tomonga kiraverasiz. Endi boshqa qo'shnilar, ya'ni ko'chib kelmagan bo'lganda, u yerlar bo'sh bo'lgan. Kelganlarda masjidga quraman, masjid ko'cha qilaman degan. Masjid ko'cha bo'ladi, qarochi deganlar. Hal qilaman degan. Usta chizmani teskari ko'rib qurganda. Zato 4 ta tomon qoziq bor. Ko'cha shu tomon deb, bir ikki marta mashina yurgan, shu tomon ko'cha deb tasavvur qilgan ustalar. Lekin bu ham kulgili, ham achinarli holat bo'lgan holat. Kulgilardan yana bittasini aytaman. Interyer dizayn podkulch topshirayotgan obyektimiz edi. Bir yelkamda travma bo'ldi. Men salgina obyektga bormadim. Gipsda turganda yelkam. Bir oy bormaganimda mijozimiz yuraklari siqilib, Olexdan kafilchi chaqirgan. Kafilchi chaqirtirib
Elektrik chaqirgan. Elektrik chaqirtirib, elektrika qismlarini bitta rus odam kelib qilgan 2-3 kun ichida. Keyin unga aytganki, bir yaxshi kafelchi bormi? Mana shu joyni kafelni qilishimiz kerak, santexnika. O'sha Sherzod kelguncha men bu yoqni bitirib qo'yaman, men ko'rsataman. Men ham dizaynerman degan ma'noda mijoz harakat qilgan edi. Mijoz ham begona emas, yaqin do'stimiz. Keyin elektrik ketgan, shu kafelchi bor. Bor degan, zo'r kafelchi bormi? Ertaga olib kelaman degan. Ertasi kelgan, kafelchi kafellarni yopishtirib, narsa qilib, kafellarni olib qo'yilgan u yerda. Ishlaysa, mijoz qaraydi, chota tanish yuz deydi-da. Keyin qarasa, savol javob qilsa, kechagi odamga o'xshayapti. Akasimisan, ukasiman desa, keyin kulib, "Axir bildingiz-a" degan. O'sha menman degan ekan-da, sochini bu yoqqa tarab kelgan ekan-da. O'zi bo'lganmi? Ha, imijini o'zgartirib, o'zi kafelchi bo'lib kelgan ekan. O'zi hech ustozman, mana shu qurilish jarayonida qanaqadir usta topa olmay qolsam, OLX dan usta topadigan bo'lsam, hech baraka topmaganman lekin. Negadir shunaqa. Endi mani tajribamda shunaqa. Mani fikrim mana aytaman. Men kimdandir hozir gapingiz bo'ldim. Men kimdir ishlatgan bo'lsa, o'sha ustani, o'sha taklif qilgan menga aytsa, o'sha ustani olib kelib ishlatsam, o'shanda yaxshi ishchi qabul qilib olganman. Keyin aka OLX da bormi, siz yo'q deydi. Ya masalan, biz o'sha sohada yurganimizda shunaqangi gipsa kartonchilar bo'lardi. Mana bu hozir emas, o'sha vaqtdagi. Hozir menimcha ular umuman gigant bo'lib ketgan. Mana yozda qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, qishda ularni o'chit yozdirishingiz kerak. Rostdan o'zi aytaman aka. Rost aytaman. O zo'r ustalarga bor-ku, yarim yillab, 1 yillab kutasiz. Rostdan shunaqa. Zo'r ustalar mana bular hozir ham shunaqa-da. Zo'r usta qo'ymasa ham kerak, lekin qo'ymaydi demoqchiman. Ya'ni tushunasizmi? Ya'ni ular bor-ku, mana shunaqa mana dizaynerlar bo'ladi, boshqa bo'ladi-ku, ular OLX bo'ladimi, boshqa platformalar bo'ladimi, ular reklama ham kerak emas-da. Uka deydi, ulgurmayman deydi. Shunaqa. Mana menga 1,5 yil zakazim bor deydi. Mana 1,5 yildan keyin ana Zahaditni bilasiz-ku? Nechidir yil oldin, 10 yilmi, 20 yil oldin, ya'ni oldindan o'sha davlat loyihalari biz mana bu loyihani 10 yildan keyin qilamiz deb turib, unga yozdirib qo'yadi. Shunday. O'tib ketdilar, menimcha hali ham zakazlari bor. Ha, o'tib ketdi. Kompaniya ishlayapti. Hali ham zakazlari bor. O'tib ketdilar. Aytmoqchimanki, zo'r ustami, mana rostdan zo'r ustami tavsiyani orqasidan bor, u farqi yo'q. U usta bo'lsin, u svarshik bo'lsin, santexnik bo'lsin, oldindan ularni juda katta объемda sarafan marketing. Ha, объемda zakazlar turadi va ular o'zini borligini qatqidir e'lon ham qilmaydi. Rostdan ham talab katta. Shuning uchun yod olsangiz, yaxshilari bor. Men hammasini demoqchi emasman. Hammasini demoqchi emasman. Ular masalan, anov bo'lishligi uchun ular baribir chiqib ketadi. O'sha e'lonlarda baribir chiqib ketadi. Masalan, birinchi usta akalarimiz o'sha zakazlarni olish uchun e'lonlar qo'ygan bo'lishi mumkin. Ular baribir o'sha ikkitadan keyin o'chirib tashaver e'lonni deydi-da, ikkitadan keyin bo'ldi deydi. Kim qildi deydi, falon qildi. Bizda shunaqa-ku. Kim bu dizaynni qildi? Bitta akamiz bitta zakaz bilan Qozog'istonga borgan. Bitta zakaz bilan, bitta buyurtma bilan o'sha dizayn bo'yicha Qozog'istonga borgan. O'sha bitta akani uyini qilib berish kerak bo'lgan, qurilishi bilan bitirtirib berish kerak bo'lgan. Shu bitirgungacha hamma qarindoshi boyakiga tushgan ekanda. 2 yil qolib ketgan o'sha yerda. Bitta buyurtma bilan borib, endi menikini qilasan, endi menikini qilasan, menikini qilasan deb turib 2 yil o'sha yerda qolib 2 yil deganda o'zi qaytib keldi, bu charchadim deb qaytib keldi-da. Tasavvur qiling, bitta odam qaysidir davlatga borib turib, ulanib ketdi. Ketadi. Shunaqa qurilish sohasida, ustalar sohasida xuddi shunaqa. Masalan, mebelda ham xuddi shunaqa. Zo'r masala, yaxshi mebel yasaydigan akalar bo'lsa, anoda ortmaydi. Zakazdan ortmaydi. Hamma, menimcha o'ylayman, hamma sohada o'zi shunaqa. Shunday. Qani kuchli savollardan bering ham. Boyagi savollardan boshlaylik bo'lmasa. Xo'p, loyiha o'xshamadi. Muvaffaqiyatsiz bo'ldi-da, misol uchun. Unga arxitektor aybdor bo'ladimi? Yoki uni qurgan prorab aybdor bo'ladimi? Yoki mijoz aybdor bo'ladimi? Endi loyiha muvaffaqiyatsizligini birinchi analiz qilish kerak. Nimada xatolikka duch kelindi? Sababi masalan, qaysi holat bo'lishi mumkin? Masalan, yorilishi mumkinmi masalan? Yoki shunga o'xshagan vaziyatda sal nima deydi? Detallar, rangimi noto'g'ri bo'lganmi? Bu narsani hammasini analiz qilish kerak bo'ladi. Hop. Mijoz qaysi holatlarda obyektga aralashadi?
Masalan, material tanlashda, bozor borganda, sizni dizayningizga qaraganda, unga yoqqan narsalar sizni dizaynni o'zgartirishi mumkin. Kerak bo'lsa, stillaringizni ham baji stilga aylantirishi mumkin. Ya'ni baji stilimiz biz aytamizki, bu bachkana stil. Masalan, klassik detali bo'lmaydigan high-tech biralar qo'yishi mumkin obyektda masalan. Shunga o'xshagan narsalarda xatoliklar bo'lishi mumkin. Xo'p, endi qurilish jarayonidagi quruvchi har bir arxitektor bergan chizmadagi ilmlarni mukammal darajada o'rganib, har bir narsani etapma-etap mukammallikka olib borish kerak bo'ladi. Qurilishda xatoliklardan eng asosiylaridan bu atmoskalarning cho'kishi, yamkalarning cho'kishi, ya'ni обратно zaspga qilganda, trambovka yaxshi bo'lmaganda shu holatlarda cho'kishlar paydo bo'lishi. Xo'p, derazalar, masalan, chetlaridagi yorilishlar, masalan, eshiklar chetidagi masalan. Mana shu holatlarda qurilishdagi kamchilik ertaga adelka paytida ko'rinib qolsa, hamma usta bir-biriga to'nkiydi. Malyar suvoqchini, suvoqchi g'ishchi materialni shunga o'xshagan holatlar bo'ladi. Shunaqa. O'sha uchun analiz qilish kerak. Har bir muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz loyiha ustida orqasida mas'ul shaxs bo'lishi kerak. U arxitektor. U arxitektor proyektni chizdimi, qutuldim degani emas. Nazorat oxirigacha quruvchini ham, o'sha uyni egasidagi talablaridagi mas'uliyatni ham olib, o'sha narsani podключ topshirishga fokusni qaratish kerak. Parafda shunda. Yo'q, arxitektor nazораtsiz qolish kerak emas qurilishda. Proyekt menejer hisoblanadi. Arxitektor undan keyin program menejerga aylanib, o'sha prorablarni ham nazorat qilish kerak. Savollari bormi? Mustahkamlik qay darajada ketyapti? To'g'ri ketyaptimi? Faslga qarab, yomg'irga qarab masalan. Keyin qurilish jarayonida eng muhim narsa yerda bo'ladi deysiz-ku. Shuni ham bitta tushuncha bersangiz. Masalan, yerni qazidik. Yerni qazigandan keyin mana shu uchastkamiz o'rtacha 3000 tonna bo'ladi, taxminan. Deylik 3 sotuq uchastkamiz bo'ladigan bo'lsa, 3 sotuq hovlimiz bo'lsa, taxminan 150 metr kvadrat bino bo'ladigan bo'lsa, podval 1-2 ton bilan 3000 tonna og'irlik. Endi podushkaga taqsim qiladigan bo'lsangiz, kotlovan qazigandan keyin mana shu kotlavanni tegidagi joy, tuproq, kotlovan ketildi. Tegidagi tuproq muhim qatlam hisoblanadi. Eng muhim. Va mana shuni trambovkasini kamida 1-1,5 metrgacha udar bilan biz borishimiz kerak, preslashtirishimiz kerak. Pres bo'lmadimi, ertaga mana shu 3000 tonna mana shu bosim bilan cho'kishda asadga berishni boshlaydi. Ertaga asadga beradi, ertaga bir tomonni asadga berib, usatga berishi mumkin, prosadga berishi mumkin. Nimada preslislar uni? Vibrator. Vibrator. Har xil, masalan, vibrator kengurular bor masalan. Vibramolotoklar bor, vibrakatoklar bor masalan. Maksimum yoki yana bitta yo'l bor. Taxminan o'sha kotlovan 3 metr qazidik, undan keyin shu 1 metrni yana qaziymiz. Undan keyin 20 sm tuproq, yana tramovka, 20 sm tuproq, tramovkani 1 metr qaytib chiqaramiz. Undan keyin shebin tashab kotlovandan fundamentga qarab chiqib ketamiz. Mana shu ham muhim narsalardan biri. Xo'p, keyingi savol. Oldingizga misol uchun bitta mijoz keldi-da, budjet juda katta. Lekin didi umuman yo'q. Sizga o'zingizni, ya'ni o'sha qadriyatlaringizga, o'sha didingizga, estetikangizga to'g'ri kelmaydigan narsani so'rayapti. Nima qilgan bo'lardingiz? Uni fikrini o'zgarmasa misol uchun fikrida. Anaqa pul uchun yoki o'sha misol uchun professional g'ururdan takoy voz kechib turib ishni amalga oshirib bergan bo'larmidingiz yoki qadriyatimizga to'g'ri kelmaydigan ishlarni olmayman. Masalan, shunga o'xshagan loyihalar bo'lgan, masalan, araq zavod qurishga yoki uyimda bar qilib ber degan. O'sha joyni shuni kesamiz interyerda ham, o'sha zavoddan shuni zakazlar kelsa ham bunaqa narsalarga olmaymiz. Endi bachkana stilni xohlaydigan bo'lsa, bajini xohlab qolsa, uni minusini unga tushuntiramiz. Ko'pincha tushunadi, xatoligini, noto'g'riligini yoki masalan shunaqa proyektlar bor. Fasadi modern stilda ketyapti, современный modern stilda. Zalimni klassika xohlayman deydi. Zal klassika bo'lsa. Nazorat moderndan keldi, ojiz barok o'tiribdi-da. Mana shunaqa bor shunaqa odamlar. Talablar bo'lgan joylar bor masalan. Yoki kravatini klassika xohlaydi masalan. Endi stillar bir-biriga yaqin stillar bor, o'shani bir-biriga perexod qilsa bo'ladi, lekin qat'iyan bir-biriga qarama-qarshi stillar, masalan, kontrast stillar bo'lmaydi. Siz klassika qilmayman deganmidingiz? Klassika yoqtirmayman o'zim qilishni negadir, bilmasam shu minimalizm. Qattiq to'lasa qilasiz. Nima deysiz? No, lekin men qattiq to'lasa qilaman, nima deysiz endi? Pul bilan hal bo'lmaydi, katta pul bilan hal bo'ladi deydi. Ustoz aytdilar, qadriyatga to'g'ri kelmasa, qadriyatga to'g'ri kelsa, masalan, klassika misolchi yomon anaqa tomoni yo'q-ku, lekin klassika yo'nalishimga to'g'ri kelmasa. Kvadrat nech bilan qilasiz? O'rtacha $15-20. $15-20. Klassika qilaman desangiz?
Klassikka sal ko'tariladi, 25 lar atrofi bo'ladi. Atrofida bo'ladi. Minimalizmni detallari kam. Boshqasi kam. Klassikada har bitta detalga, proporsiyaga, ya'ni o'sha bu yoq tomon ham bir xilliklarga e'tibor berish kerak bo'ladi. $1 bo'lsa kerak. Endi landshaft odatda uchastkalarda umumiy summada kelishinadi, kirib ketadi. Shunaqa bo'ladi. Bizda shu landshaft menimcha unaqa rivojlanmagan deb o'ylayman. Chunki men chet elda gullar, o'zini masalan butalar qo'yishadi, boshqa. Bizda terib tashlashadi-ku. Bo'lish kerak deb. Ya'ni san'at darajasiga chiqmagan deb o'ylayman. Yaponiyada san'at darajasiga chiqqan, adashmasam. Bizda unaqa chiqmagandi. Bizda shunchaki landshaft bo'lish kerak deydi, shu gullarni taxlab tashlaydi, shu bor xohlagan oladi. Bizda yo'q uni. Buni qayerdan olaman degan narsa guliga nisbatan yo'q demoqchiman-da. Archalar landshaftdan insonni kayfiyatini ko'taradi. Shuni qaraganda proporsiya, kenglik, tozalik, masalan, yashillik insonni psixologiyasiga ta'sir qiladi bu landshaft. Albatta. Mana shu ranglar, ya'ni yorqin ranglar, sariq, qizil, u insonga quvvat beradi. Mana shu aksent gullar bor, masalan, qayerlarga qo'yish kerak, toshlar, vodopodlar, o'sha hamma narsani agar kompleks qilib o'sha obyektga qiladigan bo'lsangiz, inson hovliga uyni bog'lab qo'yadi. Keyin bitta masala, mana bizda uy dizayn qildirishayotganda eng katta pulni masalan mehmonxonaga berishadi. Alohida. Zalga. Buni qarasangiz, eng katta pul eng kam odam kiradigan joyga qilinadi. Bir oyda bir yo kelsa o'sha. O'sha asosiy sifat, asosiy pul o'ylaymanki, o'sha odam eng ko'p kiradigan o'zi uchun bo'lish kerak, ya'ni joyda bo'lish kerak. O'zi uchun. Bu samzol. Analiz qilish kerak. Biz ham loyiha qilganimizda analiz qilamiz. Ayol kishi taxminan 7 soatini vaqtini kuxnyaga olib boradi. Vaqt o'tadi. Kuxnyaga 5-6 soati spalnyada. Keng bo'lish kerak. Shunday. O'shanga kuxnyaga fokus qaratish kerak. Barcha ergonomikasiga, mebellarga, zapchastlarga, masalan, mexanizmlarga ham, texnikalarga ham eng zo'rini qo'yish kerak. Va ko'p hayotiy janjallar ham mana shu kuxnyani ergonomikasi xato bo'lganda ayol agressiv holatga tushadi. Burchaklarga qo'li urilishi, xolodilnik joyi u tomonda, gaz plita bu tomonda, yurish ko'pligidan, miya ichib ketadi. Sirpanishdan, televizor qo'yilgan orqada tovoq-yu, idish-yu televizorga qarash noqulayroq masalan. Yoki yorug'lik jihatdan masalan qorong'i joyda qo'llarni kesib oladi. Mana shu agressiya hammasi arxitektorning noto'g'ri fikrlab u insonga chizilgan chizmasidan hisoblanadi. Mana ayol kishini baxtli qilish uchun biz ham manfaat bera olamiz. Sharoit qilib qo'yiluvdek, biz baxtli yashaymiz. Baxt nima degani? Baxt bu baxtsizligini oldini olish. Biz mana shunaqa travmalarni oldini oladigan qilib loyiha qilsak, ya'ni o'sha baxtli kunlarni ko'payishiga sabab bo'lamiz. Xudo xolis. Zo'r mash shunaqa uchadigan reels bo'ldi. Okay, yorug'roqdi listas. Voy, zo'r bo'ldi. Ay, o'shaning uchadigan reels bo'ldi. Mana shuni kesib turib, ayollar ham o'ylaydi, bizda yeriga kesib tashaveradi. Okay. Yeriga tashiydi. Xo'p, yana bitta savolimiz. Agar mablag' yana bitta degan savol oxirgi savolga o'xshayapti. Keyingi savolimiz-da. Keyingi savolimiz. Xo'p, agar mablag' va fizika qonunlari chegaralanmagan bo'lsa, ya'ni chegara yo'q hech qanaqa bino qurgan bo'lardingiz? Misol uchun, ko'rinishimi, tasavvuringizdagi qanaqa? O'zimni loyihami yoki mijozning loyihasi bo'lsa-mi? Xo'p, o'zingizniki bo'lsa, orzu qilgan. O'zingiz ham ijod, misol uchun, mazza qilib, o'zim xohlagan narsam yoki mijoz kelib sizga mana pul, misol uchun 1 gektar yer, xohlagan ishingni qil dedi. Chiroyli qilib ayting, mana shuni egaga berib qildirib ko'ramiz, nima chiqarib. Nima chiqargan ko'ramiz. Taxminan bir 10 qavatli bino. Konsollari taxminan bir 15 metr chiqadigan binolar havoda turibdi. Chiqib kelish. Tirsak sifatida va tepasida 7-8 qavat qismi. Bu yoqda salgina boshqacharoq. Noodatiy shakl, noodatiy konstruksiya, funksiyasi birinchi o'rinda, ko'rganda wow deydigan va shuni ichiga kirib qanaqa ekan degan insonlarga taassurot uyg'otadigan bir loyiha. Kirgisi kelib ketsin, ko'rib. U shisha bo'lishi ham muhim emas. Современный arxitektura temir konstruksiyadan ixtiro qilingan mana shunaqa bir nima deydi, bir ajdarho deydi-ku. Dinozavr. Shunaqa bir noodatiy izuminka g'oyani shunaqa mijozlar kelsa taklif berishi mumkin. Ofis qilishi mumkin, masalan, mehmonxona qilishi mumkin. Wow degan tomonlari mana shu konstruksiyasida. Mana shu konstruktiv qismlardan
loyiha qilib insonlarni lol qoldiradigan loyiha qilishimiz kerak. Hozir ko'ryapsiz, hamma binolar to'rtburchak, maksimum kvadratidan foydalanib ertaga arenda beraman deydigan xulosa. Noodatiy shakllardan ham foydalanish kerak. Noodotiyda endi minus to'g'ri, ko'p fasaddagi elementlarda, ichkaridagi burchaklar kesilishida xarajat ko'proq, lekin insonni ko'zi zavq oladigan darajada bo'lish kerak arxitekturani. O'zi mana bu uchastka qurayotganda asosiy pul qayerga ketadi? Birinchi yerga, agar masalan Toshkent shahrida bo'lsa, qimmat birinchi asosiy interyerga ketadi aka, asosiy pul. Korobka 30-35% ketadi. Korobkani o'ziga tom yopguncha qolgani 60-70% keyingi etapga ketadi. Remont qurilishimi shunda remontga mebellarga ichki ko'rinishiga-da. Masalan, deylik 30% korobka ketadi, 30% remontiga ketadi, qolgan o'sha 40% mebelga ketadi. Texnika, mebel, parda, lustra, gilam, barcha narsa. Salkam 50%. Mana shu podvolga hozirgi kunda nech pul ishlatilyapti? Birinchi etajga nech pul ishlatilyapti? Shu etajma-etaj aniqini aytib berdingiz, o'shani ham bitta aytib bersangiz qiziq bo'lardi menimcha. O'rtacha uchastkani olamiz bo'lmasa, 4 sotixlik uchastka bo'ladigan bo'lsa, podval qismida o'rtacha, ya'ni kotlovan qazildi, shebinlar, trambovkalar, armaturalar hammasi standart bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha $140 atrofida ketyapti. $140 podval bitta. Podval bitta. Birinchi qavat taxminan $115 ketadi. $115 kvadratiga. Podval qimmat bo'ldi. Birinchi albatta qimmat tushadi podval. Endi u yerda beton va armatura. Ikkinchi qavat taxminan $110 ketadi. 105-110 va tomda arzonlashyapti, sezasizmi? Tepaga qarab balandlik ham o'zgaradi, armaturalar ham o'zgaradi. Bu mebelsiz remont-a? Da, korobkani o'zida. Korobkani quryapmiz hozir. Korobkani o'ziga. Kotlovan qo'ladi, podval birinchi etajini qildi. Tomga taxminan $20-25 atrofida ketadi. Tommi kvadrat. Endi masalan 200 kvadrat bo'lsa, masalan ikkinchi qavatimiz tom taxminan 20-25% ko'proq bo'ladi. 200 emas, 240 kvadrat tomni olasiz va shu 20 yoki $25 dan ko'paytirasiz. Endi narxi nimaga bog'liq? Tunikaning qalinligiga bog'liq, kraskasiga, firmasiga, strapilalarning yaqin uzoqligiga bog'liq. Mana shu holatlarda taxminan shu atroflarda chiqyapti. Agar yer kichkina bo'lsa, uchastka kichkina bo'lsa, bundan salgina 10% qimmatroq chiqadi. Kichkina bo'lgan hisobiga qimmatroq. Bo'shliqlar kamayadi, havolar kamayadi va mana shu evaziga konstruksiya yaqinlashgani uchun ham qimmatlashadi. Masalan, deylik 4 sotixga ham masalan 16 ta kolonna bo'lsa, 3 sotixga ham 16 ta kolonna, 2 sotixga ham deyarli 16 ta kolonna chiqishi mumkin. Mana bu g'ishtli binolar bilan o'sha oynali binolar narxi qanchalik farq qiladi? Shisha masalan qimmat, oynali qimmat. Qanchalik farq qiladi narx bo'yicha? Xo'p, masalan, gulxoy devor bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metrni agar hisoblaydigan bo'lsa, 120 ta g'isht ketadi. Ya'ni 40, balandligi 1 metr, 1 metr. 120 ta g'isht o'rtacha hisoblaydigan bo'lsangiz agar, masalan, ustaning puli bilan, rasvorlar bilan hammasi taxminan 2,5 mingdan hisoblasangiz ham, kalkulyator bor. Bor. Xo'p, taxminan oynamiz o'rtacha $180 dan $250 gacha o'rtacha chiqyapti 1 kvadrat metri. Hop, 2,5 mingdan qancha g'isht dedingiz, ustoz? 120 ta. 200 ming so'm. Taxminan $30 desak, bu $150-180. 5 barobar, 2 barobar deb yurardim. Qimmatga tushadi. Shuning uchun ham oynalarni ham fasadni katta qilinadigan bo'lsa, uchastkalarda ham baribir qimmatroq tushaveradi, to'g'rimi? Shuni hisobi bor. Ancha qimmat tushar binolar. Shunaqa. Xo'p, yana nima? Anaqani aytmoqchi edim. Xo'p. Shunda o'rtacha hisobda $150 ga boryaptimi shunda? Qurilish maydonining kvadraturasi qo'shibmi? Men o'rtacha hisobda misol uchun endi har bir etajni alohida hisoblab aniq qilganingiz yaxshi. Yaxshi, aniqroq chiqadi, ya'ni plus 5% plus minus qilib hisoblangan yaxshi. Va qurilishda kutilmagan holatlar bo'ladi. Ya'ni kotlovan qazigan paytimizda qo'shni uy tushib ketmasligini deb, masalan, usileniya beradigan joylarimiz bor, masalan. U tomonlama kutilmagan xarajatlar bor baribir qurilishda, o'shalarni inobatga olib xarajat qilishimiz. Xo'p, keyin podvolli uchastka qurgan yaxshimi yo podvolsiz qurgan yaxshimi yoki bir etaj qurgan yaxshimi yoki ikki etaj qurgan yaxshimi? Shuni plyus minuslari to'g'risida. Agar yer katta bo'lsa, bir qavat qurgan yaxshi. Ya'ni bir qavatni o'zida yer bilan inson bog'lanadi. Birinchi qavatda masalan shabada, salqinlik, tabiat, havo ko'p plyuslari bor. Ikkinchi qavatda masalan qurilish qiladigan bo'lsak,
issiqroq bo'ladi pastga qaraganda, tepa qismi. Va birinchi qavat bilan ikkinchi qavatdagi insonlar ajralib qoladi. Va masalan, shu kvartirada turgan insonlar bilan uchastkada turgan insonlarning farqi bor. Muomalada ham masalan ba'zilar uzoqlashadi. Kvartirada turib ertaga uchastkaga ko'chadi. Mana shu kvartirada har doim bir-birini ko'radi. U yoq o'tsa ham bolasini ko'radi, bu yoq o'tsa ham mehr-oqibat kvartirada yaxshiroq. Uchastkaga ko'chgandan keyin bular bolasi ikkinchi etajda, onasi pastda oshxonada yoki spalnyalar bularning pastda bir-birini ko'rmaydi, mehr-oqibat uzoqroq va bir-biriga chaqirishlar baland ovozda bo'ladi. Bu bolasini chaqiradi, tepada turib ha deydi, baqiradi onasiga, otasiga, tushyapman deydi, muomala o'zgaradi. Va mana shunaqa holatlarda biz har bir qavatiga biz domofon qo'yganmiz. Bolasini chaqirmoqchi bo'lsa, telefonni bosib, bolam ovqat pishdi, pastga tushing. Bolam nima qilyapsiz? Mana shu muomala qo'pollik bo'lmasin. Yoki onaga ham yoqmaydi tepaga chiqib bolasini tushirish, chaqirish. Mana shu kengaygan sari, ikki etaj bo'lgan sari bir-biridagi chaqiruvlar, bir-birini kamroq ko'rishlari salgin ta'sir o'tadi. Mana ikki sotuv olib to'rish qilmanda, kichkinagina qilib. Bir-birimizni ko'rib turamiz. Katta sotuvlarning ham minus tomoni bor ekanda. Har bir narsaning plyusi va minusi bor. Ikki qavatlik, masalan, uchastkalarning plyusi nimada? Birinchidan yer tejaladi. Iqtisodiy tejaladi. Tom masalan 400 kvadrat emas, 200 kvadratga tom bo'ladi. 400 kvadratga fundament emas, 200 kvadratga bo'ladi. Yer kengayadi. Iqtisodiy jihatdan ikki etaj qilish arzonroq tushadi ikki etaj. Chunki fundamentingiz bitta, tomingiz bitta. Tegida kvadratda tururasi bir xil. Birinchi etaj qilingan bo'lsa yoyib qilinadi. Minusini aytaman, o'zim tajribamdan, masalan, ikkinchi etajga masalan telefonim qolib ketdi, spalnyamda, pastga tushib olib chiqqunimcha, masalan. Yoqmaydi. Tepaga chiq, pastga tush, shunday holatlar masalan bo'lganda. O'sha uchun zinalarda biz maxsus rasmlar qo'yamiz. O'sha rasmlarni ko'rib, qanday tepaga chiqqanimizni bilmasligimiz kerak. Zinadan chiqayotganda. Zina charchatadi insonni. Va zinamizni o'sha loyiha qilganimizda zina o'zi katta mavzu. Sirpanchiq bo'lmasligi, tushayotganda pirilla qo'l ushlaydigan o'ng tomonda bo'lishi, ya'ni yiqilganda ushlashi, chap qo'l harakat kamroqda ushlashda. Xavfsizlikdan-da mana shu zina va zinani pastida divan qo'ymaslik, ya'ni tepada ayollar tushayotgan bo'lsa ko'rmasligi uchun masalan. Zinani funksiyasi juda ham ko'p va zinani ba'zilar shunaqa paradni joyga qo'yadi, yorug'lik joyini to'sib qo'yapti. Narigi xonada qorong'i bo'lyapti. Zina shunaqa joyda bo'lishi kerakki, yorug'likni ham to'smasin, holni ham bezatsin va tepaga chiqqanda hamma xonaga dostуп bo'lishi kerak. Qulay, evakuatsiya jihatdan o'rtada bo'lishi kerak. Zo'r. Xo'p, keyin men misol uchun arxitektor bilan dizayner o'zi bitta odam bo'lishi kerakmi, ustoz shunda? Shu savol ozgina qiynab qo'yadi. Men misol uchun men dizaynerman deyman. Lekin loyihalar ham qilamiz. Uni baribir arxitektorman degan odamda baribir dizayn bo'yicha tushuncha bo'lishi kerak, to'g'rimi? Shu fikrimga qo'shilasizmi? Xo'p, endi 200 yil orqaga yuramiz. Bu payt 5 ta kasb bitta bo'lgan. Konstruktor ham bitta inson chizgan, arxitektor ham, dizayner ham, prorablikni ham va kerak bo'lsa o'zini jamoasi ustalari bo'lgan. U Yevropadagi quruvchilar shunaqa ishlagan. Yevropadagi kitoblarni o'qiyapmiz, ko'ryapman, tarjima qilib. Mana shu hammasi bitta. Endi yildan yilga har bir yo'nalishda bo'linib, har bir sohani o'zining ikiri, chikiri, har bir detallari ko'paygandan ustki nishalar paydo bo'lishni boshladi. Arxitekturada ham xuddi shu. Dizaynerlar o'zi ajraldi, arxitektorlar ajraldi. Masalan, arxitekturaning ichidan ham stillarga bo'lib ajralayotganlar bor. Masalan, bittasi faqat don qiladi, bittasi faqat uchastkadan boshqa sohani tanlamaydi masalan. Bittasi faqat to'yxona bilan shug'ullanadi. Shunga o'xshagan arxitektura ham bo'linib ketyapti. Endi sal maqtash emas, Ardago dizayn kompaniyamiz barchasida bor. Domda ham, restoranda ham, gostitsada ham, uchastka ham, interyer, dizayn, podключ, hammasi bor. O'sha uchun hamma stil yoqadi, hamma stilni ishlatamiz degan maqsad shu bizda. Montajyor, operatorlar qani Ulug'bek? Misol, operator alohida, montajyor alohida, chiroqchi, zvukchi, rangchi, texnika olib keluvchi. Kamera chiqqanda boshida faqat bitta kamerada bitta odam bo'lgan, hammasida o'zi montaj qilgan, hamma o'zi qilgan. Bizda hozir alohida shu texnikani olib yurgan odam alohida kerak, yo'qolib qolmasligi uchun. Endi bu yog'i faqat ustki profillar yanada mukammallashib borish uchun bo'linib ketadi. Hamma o'zini nishasida ishlaydi. Lekin mana shu bo'linish jarayonida ya'ni bir-biri bilan ya'ni ishlamaydigan bo'lsa, misol uchun tasavvur qilaylik, arxitektor chizdida, aytayotganingizdek 15 metr konsol chiqardi.
ya'ni oldiga chiqarib qo'ydi. Ya'ni konstruktiv jihatdan u narsani imkoniyati yo'q. Bo'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni ular baribir birga ishlash kerak bo'lar ekanda, baribir birgalikda, hamkorlikda. Shunday. Arxitektor, konstruktor, quruvchi birga ishlash kerak. Dizayner ham. Dizayner ham keyingi etapda ishlaydi. So'rab. Nima qo'ydi deydi. Tushunarli. Hammani ishini dizayner ochib beradi. Lekin unisi bor, dizayn kuchli narsa. Hozir dizayner deganda bizani odamlarning tushunchasiga o'sha aytganingizdek faqat chiroyli bo'lish kerakligi ya'ni kelib qolganda. Misol uchun men sartaroshxonaga bordim ana kuni, sartaroshimning oldiga. Boshqa salonda ishlayotgan ekanlar. Nima bo'pti toki, nega bu yoqqa o'tdingiz desam, meni xonamni ya'ni o'sha dizayn qilishyapti, boshqatdan remont qilishyapti. Bitta dizayner chaqirishibdi deyapti, jalba qilyapti dizaynerdan. Hop, nimasi yoqmadi sizga yoki desam, men bilan maslahatlashmadi ham deyapti-da. Ya'ni, misol uchun sartaroshxona bo'lsa, ertaga ishlayotgan odamni qulayligini maksimal o'ylash kerak-da. Qatga rezetga qo'yib bering. Sizga ustulingizni qatga qo'yib bering. Qatda mazza qilib bemalol ishlaysiz. Yoki o'sha mijozlarni ham kelib ketishini hisobga olish kerak. Lekin men o'ylashim bo'yicha baribir o'sha yerda ishlaydigan odamning maksimal qulayligini o'ylash kerak-da. Chunki o'sha yerda ertalabdan kechgacha mehnat qiladi, ishlaydi. Aytmoqchiman, o'sha dizaynerlar prosta programmani o'rganib oldim, dizaynerman degan tushuncha bo'lib qoldi-da. Даже o'sha rezetkalarini tochkalargacha ko'rsatmasdan ketganda. O'sha dizaynerlarning nomiga dog' tushirib qo'yapti ba'zilar. Misol uchun biz ishlayotganda mana ustoz ham aytadilar, har bitta ya'ni proyektda misol uchun u klinika bo'lishi mumkin. Yerda ishlaydigan doktorlarni ya'ni o'zini bir ish qurollari yoki o'sha qulayligi har tomonlama o'ylash kerak. Ya'ni dizayn katta mavzu demoqchiman-da. Faqat ko'rinishga aniq qilmasdan, bizda asosiy funksiya. O'sha vaqtlari bitta klient uyiga borganimizda aboy qilib berganmiz. O'sha xona hammasi aboy yoqqan. Onasiga yoqqan, o'g'liga yoqqan, keyin yopishtirilgandan keyin onasi kelib turib, "Yo'q, men yuragim siqilyapti bu aboydan, ochroq qilib berasan." Keyin shildirtirgan. Onasi qat'iy turgan lekin. "Yo'q, degan, men yashamayman bu yerda" degan. "Yuragim siqilyapti bu aboyning rangidan" degan. Keyin majbur aytmoqchimanki, maslahat qilish kerak demoqchiman. Albatta. Maslahat qilib, "Mana bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi." Yashagan odam ishlaydigan. Keyin vizualizatsiyani ham o'sha iloji boricha zo'r o'rganib, hayotdagi bilan birga bir qilish kerak-da. Chunki haddan zo'r qilib olsangiz ham ko'zga yoqaveradi. Ay, buncha yorug'. Masalan, yorug'lik juda ham muhimda. Albatta. Yorug'lik juda muhim. Masalan, siz agar zo'r dizayn qilib turib, agar yorug'likni noto'g'ri tanlasangiz, odam yuragi siqilishi boshlaydi. Endi siz uchda maksda shunaqa narsa, quyosh qo'ysangiz bo'ladi, issiq rang bor, sovuq rang bor. Xuddi hayotda lampochka qanaqa yoritayotgan bo'lsa, u yo'ni ham nastroykalar bilan xuddi shunaqa qilishingiz mumkin. Agar siz dizayner o'laroq hayotdagi o'sha chiroqlarni, darajasini, ranglarini bilmasdan turib, Maxda loyihani zo'r qilib tashlasangiz ham, ertaga u chiroqlarni olib kelib joylashtirganingiz unaqa chiqmasa, mana yorug'lik-ku hamma narsani rangini ochiq qiladigan, to'q qiladigan masalan. Ketdi-da bu yog'i. Sen menga boshqa narsa ko'rsatguvding, lekin bunaqa chiqdi. Yo'q, opa, o'sha desangiz ham, yo'q, mana bunaqa emas-ku deydi. Masala yorug'likda. Shuning uchun mana hayotdagi yorug'lik bilan men bu programmadagi Maxdagi yorug'likni bir xil qilish kerak. Albatta. Shunda qurilish bitgandan keyin ham bir xil, hattoki tashqaridan tushadigan quyoshni ham bir xil qilish kerak. Quyosh yo'nalishini aniqlaydigan programmalar ham bor. Bir xil o'sha Maxga ham o'sha quyoshni bir xil olib kirish kerak. Albatta. Chunki umuman boshdan chiqib qolishi mumkin. Siz uni o'xshata olmaysiz. To'g'ri, Maxga Maxga o'xshatishingiz mumkin, lekin Maxga o'xshata olmaysiz-da. Tushunasizmi? Uni pasaytira olmaysiz uni. Quyoshni. Muhim demoqchiman, ya'ni o'sha birga bir chiqartirish bu muhim. Shuning uchun qanaqadir odamni qalbini o'g'irlash uchun qanaqadir luxury narsalar qilib tashab, yorug'likni kuchaytirib, ranglarni kuchaytirib, yoqimli qilish shart emas. Hayotda bu hayotda hech qanaqa narsa, masalan, oddiy narsa, hayotda hech narsa lezvadan tashqari hech narsa emas. Qo'lni kesmaydi. Maxda shu narsa muhim. Modellarda yasayotganda buzib qo'yadi, ya'ni uchli bo'lsa buzib qo'yadi. Va hech qanaqa rang yorqin emas. Maxda xohlagan narsa yorqin qilasiz. Ya'ni o'ta yorqin qilib tashlashingiz mumkin-da. Lekin hayotda hech narsa unaqa yorqin bo'lmaydi. Mana
ko'ring hech qaysidan ko'zi ortmaydi. Hech narsa kuyib ketmaydi demoqchisiz. Ha. Kuyib ketmaydi. Kuyib ketmaydi. Hech narsa kuyib ketmaydi. Maxda kuydirib yuborish mumkin. Maxda kuydirib yuborish mumkin-da. Qutuvlar boshqa narsa bo'lib qoladi. Aldab qo'yasiz. Rasm bilan. Keyin u nima masalaga olib keladi? Haligi tajribasiz dizayner har 4 ta 3 ta zakazda bittasini pulni qaytarishga majbur bo'ladi. Mana bitta aka menga aytgan, 4,5 oy bitta odamni uyini qilib, oxiri pulni qaytarish bilan qutulganda. 4,5 oy. Unaqa ular chiqadi. Klientlar chiqadi. Ustoz ko'rmasa shunaqa bo'ladi. Ha, bo'ladi. Chunki gap nimada? Gap hozir uni kaprizida ham emas. Siz agar tajribali bo'lsangiz, suhbat asosida na qaraysizda bilib olasiz. Oki ishlamas ekanmiz siz bilan deysiz. Suhbat asosida hal qilishingiz kerak. Tajriba. Ha, meni aybim emas-ku, u kaprizni chiqdi degan narsalar bu aslida siz aybingiz bo'ladi, chunki siz uni to'g'ri aniq qila olmadingiz. Suhbat asosida bilib olasiz, uni qanchalik nima xohlayotganini, nima xohlamayotganligini. Qanaqa odamligini. Ha, qanaqa odamligini. Shu ham muhim. Klientlar bilan ishlash bo'yicha ham qanaqadir. Albatta. Fikrlaringizni. Masalan, dizayner bilishi kerak bo'lgan 10 ta katta ilm bo'lsa, bu bittasi bu yorug'lik. Tabiiy va sun'iy yorug'lik. Shunaqa loyihalarni qilyapti, kunduzi ham chiroq yoqishga majbur. Nimaga tabiiy narsadan foydalashmayapti, masalan. Bu arxitektorning aybi bo'lishi mumkin boshida. Dizaynerning aybi ham bor, masalan. Xo'p, mana shu narsalarda darsimizda ham o'tdik-ku, lumen bilan lyuksni. Ya'ni bir xonada qanchalik galogen bo'lishi kerak? Necha voltlik bo'lishi kerak? Shu lumenni qancha bo'lishi kerak? Lyuks qayerga darajagacha pastgacha tushib kelyapti? Tarqalish nuri. Bu nur bilan bu nurning orasida soya yo'qmi, masalan? Qancha galogen bo'lishi, qancha podsvetka, qancha lustra bo'lishi kerak? Ortig'i qancha? Agar devor to'q bo'lsa, necha foizni devor yorug'ligimiz yutadi? Och bo'lsa qancha effekt beradi? Nur qaytarish. Hammasi mana shu arxitektor, dizaynerlar kerakli bo'lgan ilmlar bular. Juda kerakli bo'lgan. 10 ta bo'lsa, bittasi mana shu yorug'lik. Va bu ilmni agar ichiga kirib o'rgansa, ko'p loyihasida udachli proyektlar chiqadi. Ko'p. Ba'zi xonalarga dizaynerlar chizyapti, galogen juda ham ko'p, yorug'lik, lustralar juda ham ko'p, u haddan oshiq u narsa. Yoki teskari. Va dizayner bilish kerak, qaysi xonalar yorug' bo'lishi kerak. Oshxonada рабочий stol, ya'ni hammasi yorug' bo'lishi kerak. 150% da masalan deydigan bo'lsak, 100% bor. Lekin рабочий stolda 300 bo'lishi kerak normasi. Zal masalan 200. Darsimizda ham o'tdik-ku masalan. O'sha onlayn darsligingizda ham bormi shu narsa? Bor. Da, onlayn darsligimizda ham bu narsalar o'sha videoga kesilib, tayyorlab qo'yiladi. Va mana shu ilmlarni hammasini bilish kerak. Sanuzilda necha foiz bo'lishi kerak yorug'lik? Ya'ni o'sha lumenning foizdagi anaqasi. Xo'p, mana shu hammasini oldin endi lumen bo'lmagandan oldin sham kuchi degan miqdorda ishlatilgan. Shamning kuchi. Undan keyin o'sha lumen chiqqandan keyin u o'sha qanchalik yorug'lik beradi, qancha va yildan yilga u kuchini ham yo'qotadi, yorug'lik. Hozirgi LED lampalarda. Yo'qotadi kuchini. U narsani inobatga olishimiz kerak. Lumen Lux shu ekanda. Shu nomni olingan ekanda. Yorug'likning kuchidan. Hamkorlar. Texnik jihatlarini shunda Dizipro o'quv markazidan o'rganishingiz mumkin. Hop, amaliy jihatdan mana ustozimiz Sherzod Mustafayevdan bemalol o'rganishingiz mumkin. Shunda Xudo xolasa sizlar professional darajadagi dizayner bo'lasizlar. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bizda vizualizatsiya kuchli. Texnik hamma bilan berganmiz. Ya'ni bitta dizayner bilish kerak bo'lgan o'sha Photoshop ham bor, DaVinci ham bor, Max bor, Corona bor, animatsiyasi bor, hamma narsasi bor. Dizayn ilmlarini ham mukammal darajada o'rgatib ketilsa, yanada programmadan tashqari. Ha, shunaqa. Programma taxminan 50% bo'lsa, 50% mana bu ilm. Bizda qanaqa mana programmani o'rgangan bola istagan joyga ishga kira oladi. Mana zakaz kimdir olib beradi, unga qilib beradi. Masalan, pulni ham bir 50% masalan olishi mumkin. Lekin o'zi mustaqil ishlayman desa, bizda u vaqtda bizda bunaqa kurslar bo'lmagan. Kimgadir shogird tushib, uni qo'lida ishlab bir necha yil, keyin o'zi alohida loyihalar olish kerak. Lekin uning uchun ustozning shunaqa bilimlar bo'lishi kerak. Albatta. Bizda muammo nima bo'lgan? Masalan, ko'p joylarda shunaqa narsa bo'ladiki, ustoz degan odamning o'zi ham masalan bu bilimlarni bilmaydi. Yaxshi bizda keyin mana bu madaniyat rivojlandi, shakllandi. O'zing dizaynermisan, bitirtirib berasan deyildi. Endi haligi dizaynerlardan talab qilyapti mana shu bilimlar. Ular faqat masalan menda u faqat dizayner qilganmiz-ku.
Ya'ni chiroyli chiqsa bo'ldi deb qilaverganmiz. Bera olgan o'zi nima qilsa Bera olgan o'z ustidan gaplashaversin. Nima bo'lsa o'zi hal qiladi. Patkuch rivojlanyapti, shuni aytamiz. Keyin patkuch shu rivojlan, shu yaxshi bo'ldi demoqchiman. Ya'ni dizayner nimadir ish qilayotganda ham to'xta deydi. Men buni hozir qilib berishim kerak-ku deydi. Albatta. Ya'ni o'zi uchun qilyapti-da u. Albatta. Oldin chiroyli bo'lsa, xohlagan narsani qilavergan. Xohlagan bunaqa patolog qilgan, xohlasa mana bunaqa qilgan, keyin hozir o'zing qilib berasan degandan keyin to'xta, men buni qila olmasam hayotda. Nima chizaman? Ana tayyor model bor ekanini tiqib tashlayverman-ku. deb turib keyin sekin mana shu yaxshilanyapti demoqchiman. Ularga endi shogird tushadigan bo'lsangiz, endi yaxshi narsa shakllanadi. O'zi shu patkuch qilganini katta plyus bor deb o'ylayman. Chunki dizayner o'zi prям shu atmosferani his qilgan bo'ladi-da. Ya'ni qanaqa tekstura bo'ladi u? Matviymi, glansviymi? Tushunasizmi? O'shanga qarab materiallarni tanlab joy-joyiga qo'yiladigan bo'lsa, o'sha renderga birga bir chiqishi ancha foizi ko'p bo'ladi-da. Shunaqa patkuch yaxshi. Shunaqa. Chunki o'sha qurilish boshlagandan keyin juda ham ko'p maslahatgo'ylar ko'payib ketadi-da. Qo'shni chiqadi, "Men lakironni kafillik qilgan zo'r chiqadi" deydi. Ayoli unaqa deydi, onasi unaqa deydi. Ana abu yetganingizdek-da, tushunasizmi? Dizayn o'zgarib ketadi, oxirida baji stil chiqib qolish ehtimoli katta bo'ladi. Dizaynerlarga yana bitta maslahatimiz shuki, interyer dizaynda o'zining ranglari bor. Ya'ni foizda nimalarga muhim e'tibor berish kerak masalan. Birinchi o'rinda shu asosiy rangni tanlash kerak. 60% asosiy rang hisoblanadi. 60%. Bu patolog, pol, devor bo'lishi mumkin. Ikkinchi narsa, muhim narsa bu 30% rang. Xo'p, bu kampanon rang deydi. Ya'ni o'sha asosiy rangga bu uyg'unlik beradi. Boyitadi. Devorni bir tomoni shunaqa rang bo'lishi mumkin masalan. Asosiy rang oq, qaymoq rang, sayri rang bo'lishi mumkin. Kampanon rang shunga mosroq masalan yashil bo'lishi mumkin yoki masalan bordovoy bo'lishi mumkin, firoza rang bo'lishi mumkin, emas fioletovoy bo'lishi mumkin. Va undan tashqari aksent rang, 10% aksent rang. Ya'ni 10% bitta podushka bo'lishi mumkin divandagi yarki ranglar. Kartina bo'lishi mumkin, bitta lustra bo'lishi mumkin, bra bo'lishi mumkin, suvenirlar bo'lishi mumkin. Mana shu 10% dan oshmasligi kerak. Mana shu tarozini ushlab bilsak, 60-30-10 ushlab bilsak, u o'sha dizaynimiz mukammal bo'ladi. Va qaysi rang qaysi bilan mos keladi va qaysi xonalar qaysi ranglardan bo'lishi kerak psixologiyasi ham bor. Detskilar qanaqa, spalni qanaqa, oshxona qanaqa rangda bo'lishi kerak. U ham ko'p emas. 3 xil ranglar bor. Shularni joy-joyiga qo'yib qilsak yaxshiroq bo'ladi. Har qanaqa men bu uy quradigan o'zi mijozlarning o'zida ham shu bilim bo'lishi kerak endi. Ana kuni bolalarga hazil qildim. 100 kvadrat metrli uy bo'lsa, masalan minimum hisoblaymiz. $20 dan chizsa bolalar. Undan ko'ra o'zi o'rganib olib, o'zini uyini o'zi qilsa zo'r ekanda, ya'ni ancha arzon tushar ekan demoqchiman. Lekin o'rgangungacha ancha vaqt ketadi. Endi quruvchilar pastdan remont qilib sotadiganlar uchun bo'lsa, sizga anaqangiz to'g'ri keladi-ku. Oddiy odam u ilmlarni olgungacha ketkazadigan vaqt. Kimdir kelajak uchun, mana bugun emas. Masalan, kelajakda men masalan 5 yildan keyin uchastka qurmoqchiman deb turib, sohani o'rgansam, masalan, qiziqib sotib olib o'rganib, kimdir Max o'rganib. Masalan, biz modeling yasayotganda mazza qilamiz-da. Kimdirlar masalan mazza qilib yasaydi. Mana bir xil odamlar bor, umuman sotmaydi ham yasagan model. Ya'ni bor shunaqalar. Shunaqangi zo'r vaqt ketadiki, bir haftalab yasaydi-da. Mazza qilish uchun Yasaydi-da, keyin o'sha sevib qolib o'sha modelini sotuvga qo'yib, faqat rasmini tarqatib o'tiradi. Sotmay bermayman hech kimga deydi. Men shuncha mehnat qilib turib, buni sotib olaman men deydi. Shunaqa ijodkorlar ham bor demoqchiman. Shunaqa rosta shunaqa ijodkorlar bor. Siz ham shunaqa ijod qilib turasizmi? Qaysi ma'noda? Ya'ni o'zingiz erkin. Hech qanaqa klient bo'lmasa, nechta proyektlar qilganmiz shunaqa. Shunaqa proyektlaringiz bormi? O'zingiz shunchaki ijodga. Masjid loyihasini shunaqa qilib, uni ertaga qurish uchun chizilgan. Dom proyekt qilganman, ertaga shuni baxti ochiladi deb bitta spektakl berib qurilgan. Zakazi bo'lmagan, o'sha hozir aytayotganim masjid, domlarni qilaverasiz, keyin egasi chiqadi o'zi. Erkin ijod qilarlar. Ya'ni kimdir ularga mablag' qilib berdi deydi. Va teshi proyekt yo'nalishimizda ham erkin proyekt chizamiz va egasiga sotamiz. Xuddi 3D model qanaqa qilinadi? Xuddi shunaqa uchastka tayyor loyihalarni shunaqa modelni yasaymiz va uni ertaga ko'pchilikka foyda beradigan qilib sotamiz. Narx qanaqa masalan kimdir keldi, menga mana bunaqa stilda qilib bering dedi. Va sizda 0 dan va sizda o'sha 1000 proyekt loyihangizdagi loyihangiz bor. Narx farqi 5 barobar. 5 barobar bu arzonga tushib tayyor loyiha qiladigan bo'lsa, tayyorda chunki chunki uni qayta sotish imkoniyati bor. Xuddi undagi uchastka minus tomoni
qayerdadir yana qurilgan bo'lishi Tayyor mumkin. taxminan $1000 individualni mijoz uchun chizib berishimiz taxminan $5000 atrofida. Da. Taxminan 500 sotix uchastka haqida gap ketyapti. Yaxshi. Yaxshi. O'shani ko'paytirish kerak ekan 1000 loyihani. Ha? Chunki endi masalan agar menga tanlov beriladigan bo'lsa, men albatta o'sha 1000 proyekt loyihasi sotib olardim. Da. Ham Aniq. tez, ham tayyor. Ham tez tayyor. ham Chunki tajribadan mingta bor, o'tgan. man qarayman, ichida Tanlab olasiz, o'ziga yoqqan. o'zimga yoqqanini tanlab olaman. Da. Bo'ldi-da. Biz nafaqat O'zbekistonda, SNG bo'yicha ham fokusimiz qaratilgan bu bo'yicha. Tayyor Mijozlarimiz loyihalari. ko'p. Qozog'istonda, Tojikistonda, Qirg'izistonda asosan mashaallah. Rossiyadan ham ancha mijozlarimiz bor. O'ta asosiy qanaqa stilda qilingan? Har xil talabga qarab, haytagan bor, minimalizm, modern, Bir etajli uylar ham bor, klassika to'g'rimi? ham, bir etaj ham bor. Neoklassika ko'proq. Shunaqa yerga qarab, joyga qarab, talabga qarab, qanaqa yerlar Toshkentda ko'p bo'lib berilyapti. Qanaqa yerlar masalan katta yerni olib 3 ta qursa qanaqa bo'ladi? Eng kichigi fasadi bizda 6 metr. 7 metrligi bor, 8 metrligi bor fasad. 8 ga ketdi 30 metr masalan. 10 metrligi ko'proq bizda masalan. Masalan fasad 20 oladi, ikkita aka quradi, ikkita do'st quradi. Shunaqa 10 metrli fasadlar. Ajoyib. Zo'r. Xo'p, karyera davomida soha bo'yicha qilingan eng katta xatolardan bittasini aytib bera olasizmi? Xatolaringizdan. Arxitektura bo'yicha, Arxitektura. qurilish bo'yicha. Aka meni kechiring degan joy. Shunaqa xato. Oqtoshda katta kompleksimiz bor. O'sha yerni qurilish jarayonida katlavan qazigan paytimizda katlavanimiz 23 metr bo'lishi kerak edi. Lekin bizda chizmada 21 metr ketib qolgan. Ya'ni hamma oslardagi razmerlarni qo'shsangiz 23 metr chiqadi, lekin jami hammasini qo'shib 21 metr qilib, ya'ni avtokadning ustiga shogirdimiz ustiga bosib 23 ni 21 metr qilib qo'ygan. Adashib xato qilgan. Adashib qilgan. Qanaqadir qoldiqli son bo'lganda, o'sha payt endi tasavvur qilamiz. Katlavan qazildi. Katlavan ham kichkina emas. Bu tomoni 6 metr qazilgan, bu tomoni 11 metr. Sababi uklon edi, relief edi. 11 metr. Chuqurligi ya'ni. Da. 6 metr chuqur. Bunaqasi 40 metr. 2 metr biz kaltaroq katlavan qaziganmiz. Trambovkalar zo'r bo'lgan, podbetonka betonlar quyilgan, setkalar qilib tashlangan. Endi apolovkalarni qo'yib, karkaslarni to'qish jarayonida kelganda kolonna chiqmayapti-da, razmer yo'q, 2 metr yetmayapti. Keyin yana shunaqa holatda xatoligini bilib, ko'rib, yana 2 metr katlavan qazishimiz to'g'ri kelgan paytida endi ekskavatorni kran bilan tushirib, o'sha podbetonkani ustidan yurishga majbur bo'ldi, betonimiz buzildi. Yana shuncha 300 tam 400 tam ishqilib havo yana mashina tuproqlarini olib chiqishga to'g'ri keldi. Qancha zarar bo'lgan o'sha? Taxminan bir $15,000 atroflarida bo'lgan deb taxmin qilganmiz. Techizoni bu yoqqa surib qo'ygan hisobida. Chiziqni o'zida. Bola birinchi avtokad ishlatgan bola. Endi mijozimiz mard inson, tarbiyalari, xulqlari, odoblari go'zal inson. Mana shu bu sizni xatoyingiz emas, bu ko'z yumdim deganlar. Va interyer dizayn qilgan paytida o'sha 15,000 ni skidka qilib berganman keyin. Zo'r zamardi qilyapti. Shunaqa yaxshi inson. Yaxshi. Ham deyarli bitib qolyapti. Taxminan $15 million proyekti. Hozir Oqtoshda qurilayotgan anavilarda, to'g'rimi? 11 etajlik mehmonxona. Hozir mehmonxona qurilyapti Oqtoshda. Albatta, o'sha. Ancha ko'payib qoldi. Aynan o'sha. Oddiy kuni boramiz, xudo xolasa. Yakshanba kun. Yakshanba kun boramiz. Yaxshi, borib so'ng kelsa bo'lar ekan. Xudo xolasa. Chunki qurilyapti-da yo'qda ancha muncha. Amaliyot bo'ladi. Arxitektura va dizayn saboqlariga amaliyotni she'r o'tkazyapmiz. Olib ketamiz xohlasangiz, chiqmay. Borsalar bo'ladi, rosa bor. Xo'p. Interyer dizayn sohasi bo'yicha hozir ko'p domlar qurilyapti. Haqiqatda juda ko'p domlar qurilyapti. Mehmonxonalar qurilyapti. Xo'p, Yangi O'zbekiston qurilyapti. O'shanga interyer dizayn sohasiga talab qanaqa darajada yuqoriligini bir. Menimcha dizaynerlar yetmasa kerak. Shunaqa, chunki mana istagan dizaynerdan so'rasam, ayni vaqtda bir necha oylik anonsi bor, loyihasi bor, ayni vaqt men bilmayman, ishsiz yurgan rostdan dizayner yo'q. Hattoki minimum bilimni olganlar bor-ku, o'sha minimum o'sha biz boya o'tganda o'sha vizualizatsiya ham zo'r emas, faqat texnik biladiganlar o'zida ish ko'pda. Ya'ni o'sha unga bunga berib bo'lsa ham haligi bolalargacha yetib kelyapti-da, ya'ni ish bormi? Mana shu dizaynerlarni sal savollaydigan savolim bor.
Faqat ular chizib berishyapti-da, lekin uni elektrika chizmasi qani, kanalizatsiya tarmoqlari qanaqa, perigorodkasi nimadan boshlandi, perigorodka qanaqa tepada qotirilyapti, masalan, issiq suv, sovuq suv, gaz, отопление, teplый pol strategiyalari, sistemalari hammasini ikir-chikirgacha bilish kerak. Konditsioner sistemasi, mana shu xonada qanchalik konditsioner bo'lishi kerak. Agar deraza katta bo'lsa, quyosh tushadigan bo'lsa, uni zapasi qay darajada, havo aylanishi, barchasini kommunikatsiya tizimlarini ham o'rganish kerak. Bunga bitta masala borda bu yoqda. Bu yoqda bitta ko'prik kerak. Masalan, ko'prik qanaqa bo'ladi? Farazan oladigan bo'lsak, bitta zo'r ustoz bor. Mana siz aytayotgandek, masalan, bitta ustoz bor deylik, hamma narsani biladi. Chiroq qanaqa bo'ladi, kanalizatsiya qanaqa, konditsioner qanaqa, hammasini biladigan ustoz bor. Unga bitta bola kelsa, men sizga shogird tushmoqchiman desa, uni birinchi savol seni qo'lingdan nima keladi deydi. Hech bo'lmaganda u texnik vizualizatsiyani bilib borsa, bunaqa qaraydi, mana shuni ish yaxshi ekan, men bunga o'rgataman, bu meni ishimni qiladi deydi. Programmada ishlashni biladi. Ha, programmada ishlashni biladi-ku. Zo'r qilar ekan, men ranglarni zo'r tanlar ekan, mana shu bilar ekan texnik, men buyurtmamni olaman, bu bola o'shani qiladi deb turib, birga ular ishlasa, ertaga haligi odamga bu texnik ishini qilib berib turadi. Texnik ish olgan odam keyin bu ustozdan narsani o'rganadi. Chunki haligi bitta narsani hammaga beraman desangiz ham bir yildan oshiq, 2 yildan oshiq vaqt ketib qoladi. Va bu ustoz kerak-da. Ustozga qiymat berish kerak. Shuning uchun men bu dizaynerlar, masalan, men aytmoqchimanki, siz interyer dizaynerlikni texnik o'rgandingizmi, siz dizayner emassiz. Siz endi qiymat beruvchi bir odamsiz. Endi bu bilan ustoz oldiga boring. Ustoz, meni ishlarim bor. Men bunaqa narsa qila olaman. To'g'ri, men bu domni men o'zim ko'targanman. Masalan, men bu domni boy ko'rsatdim-ku. Men o'zim ko'targanman bu narsani. Kimni anosi bilan? Mansur akani menga bergan vazifasi bilan men texnik ko'targanman. Hammasi o'zimni texnikga qilgan ishim. Lekin Mansur akani anosi bilan qilganman. Lekin men bu texnikni bilmasdan turib, qaysidir ustozga borib, men shogird qolingiz ham nima uchun seni olishim kerak degan savol berganda men aytishim kerak. Akalar, men mana bunaqa narsalar qila olaman. Chizib bersanglar, avtokadda men o'zim ko'tarib, rang berib, render qilib beraman sizlarga desam, keyin uka yur deydi, qurilishga boradi, uni o'rgatadi, buni o'rgatadi. Men qarab turib 2-3 yildan keyin men ham bir alohida o'zim buyurtma oladigan shaxsga aylanaman. Masalan, sizda ham mana istagan bitta o'sha 3 ta modeling bo'yicha o'qigan bitta bolamiz 3 yilda masalan sekin-sekin ishlab o'rganib Dubayga ishga ketgan. Hammada shunaqa. Ya'ni men aytamanki, bolalarga unutinglar deyman. 6 oyda, 4 oyda nimadir natijaga erishish. Men bilmayman. Nisbatan qanaqadir pul topish mumkindir, lekin hayotni o'zgartira oladigan darajada nimagadir erishish uchun yillar davom etish kerak. Shunday. Nechadir yildan keyin chiqadigan narsa. Qurilish, arxitektura, dizayn bu har doim xavfsizlikdan paydo bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda xavfsizlik, ikkinchi o'rinda xavfsizlik, uchinchi o'rinda xavfsizlik. Masalan, spalniya kravatlarini tepasida dizaynerlar shu bo'sh qolmasin deb kitob javon qilyapti. Yoki suvenir qo'yadigan joy. Ertaga yotgan paytida zilzila bo'ladimi, o'zidan-o'zi tushib ketishi mumkin shkaf yoki ichidan narsa tushsa ham, o'sha sanchiladigan narsa ko'ziga yoki yuziga jarohat beradi. Kravatlar uchini shunaqa qilib qilishyapti. Oyoq urilyapti masalan. Yoki divanlarning oyoqlari chiqib turibdi, barmoqlarni sindiradigan holatlar masalan. Jimjaloli sinib ketadi. Bo'lgan bu narsalar. Jimjaloli sindiradi. Va mana shu joylarda e'tibor beradigan narsa dizayner mana shu uyda yashab ko'rsin, farzanda yursin. Qay darajada? Men burchaklar, kravatlar, anolar burchakli bo'ladi. Oyoqlar ko'karib yuradi. Yo bolalar yiqilishi, boshqa narsalari burchakka o'ta ahamiyatli bo'lishi kerak. Oshxona masalan, gaz plitani. Oddiy gaz plita, oyoqli gaz plita bor-ku, o'shani qo'yishyapti, lekin uni qotirmayapti-da devorga. Yosh bolachalar duxovkani ochyapti. Ustiga chiqib ovqat nima bor ekandek ustiga chiqyapti. Gaz plita kelyapti ustiga. Shunaqa. Bir og'aynimni, Alloh rahmat qilsin, qizchasi, 4 yoshli qizchasi, mana gaz plitani ochgan, ustiga chiqqan, ustida katta qozonda, kastrulkada sho'rva qaynayotgan bo'lgan. Ustiga to'kilib ketdi. Yana bitta voqea masalan. Kvartiralarda balkonga chiqadigan zalning derazasi bor. Ya'ni balkon bor, 2x6, uni ichida deraza bor. Bolachalar mana shu yerda derazadan qarayman, boshqa qilaman deb yugur o'ynayotgan paytida derazani boshi bilan urdirib, bo'ynini kestirgan, o'sha yerni u ham vafot qilgan masalan. Anolar bo'lardi. Plyonka yopishtirish kerak shunaqa joylarda. Yechimi. Tumbalar bo'lardi.
bolalar mana bu shkaf ochganda tumba yiqilib ketadigan, masalan, statistikasi bor. O'shani raqamlarda bir Mana ko'rsatamiz. Shkaflar, garderoblar, shkaf yiqilishi bo'yicha ancha muncha bolalar. noto'g'ri, masalan, noto'g'ri mebel, komodlar tushib ketishi, bolalarni bosib qo'ygan narsa. xotirish kerak o'sha narsani yaxshilab. Shunaqa. Uni tortmasini bundoq ochib turib ustiga zina qilib chiqadi deb bolalar. Endi hozirgi paytda ko'p dizaynerlar biz o'zimiz ham chizamiz. Ya'ni dapatalka shkaf chizilyapti. O'shalar ancha yaxshi variant deb hisoblayman. Dapatalka bo'lgandan keyin shkaf ag'anamaydi. Patologga Shkaflarning polkasi bor qilgan bo'ladi. Polkalar. Agar qotiradigan bo'lsa, yaxshilab. Bemalol bolachalar normal qilib yuradi, masalan. Lekin ba'zi paytda ushlayman deb chiqaman desa, ustiga kelyapti-da polka. Qo'yilgan bo'lsa, masalan. Polka chiqib kelyapti. Ko'p narsa bu mebel bo'yicha. Bizda mana uylanayotgan bolalar mebellar oladi-ku. Umumiy xalqdan gapiraylik. Masalan, budjet taxminan shu $1000, 15 ming atrofida budjet ajratishadi o'sha spalniy garnituralarga. Endi ular g'oyasi qanaqa? Asosan o'sha klassik stildagi spalniy garniturani oladi, o'sha budjetiga oladi, lekin matrasi $100 matras yoki $50 matraslar bo'ladi. Men aytardimki, o'sha oddiyroq kravat olganda shu matrasing bir $800 matras bo'lsa, maza qilib yot. Chunki u qon aylanish, uyqu bo'ladi. Matras juda muhim narsa. Chunki qarang, ana boya aytganman-ku, odam yashaydigan joyiga qanoq qilish kerak. Odam mana 21 kun 24 soat vaqtda 8 soat uxlasa, hayotini 3dan 1 qismini o'sha matras ustida o'tkazadi. Hayotini 3dan 1, menimcha hech narsa bo'lmasa kerak. Va zo'r kreslo olish kerak. Ishlar ko'p o'tiramiz-ku. Shunday. Shunday. Hozir zo'r kreslo olish kerak ishlash uchun. Va agar nima deydi, o'ziga qulaylik qilish kerak va zo'r matras olish kerak. Ani kerak emas, uni orqasidagi qanaqadir klassik narsalar. U ko'rinishdan boshlasa bermaydi. Kimir kirmaydi ham bitta o'sha boshida ko'radi, kelin hayron bo'ladi. Men Yevropada shunaqangi anular bo'lardiki, kravatlar bo'lardi. Kravat orqasi yo'q. Devorga tirab qo'yadi, bo'ldi. Yostiq, matras. O'sha kravatni cheti bo'lishi mumkin. Matras ushlab turadigan bo'ldi. U nima u? Asosiy pul matras yo'qdi. 80% o'ta qulay. O'ta qulay. Bizda boshqa, bizda o'sha prujinali boshqa narsalar qilishgan. Endi matraschilar kesib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Mana shu redizaynda kirganimizda foydalanadigan nuqtalarimiz bor. Включатель ishlatamiz. Сместительlar, pol, masalan, poldan foydalanamiz, yuramiz masalan. Mana shu nimadan foydalanamiz, o'shalarni eng zo'rini olishimiz kerak. Smestitellar buzilmasligi uchun masalan, unitazni bachoklarini, masalan, nimalarni foydalanamiz interyerda. O'shalarni eng zo'rini olish kerak. Bizdagilar eng qimmat lyustralarni qo'yadi. Foydalanmaysa ham. Ko'rinishga. Ko'rinishga. Asosiy o'tda qo'limiz tegadigan, oyog'imiz yuradigan narsalarni eng zo'rini ishlash kerak. Matras masalan foydalanyapmiz, zo'ri, divan, kreslo o'tirishda masalan barchasidan eng zo'rini olish kerak. Qirilmasin, nima deydi? Qulay bo'lsin. Aksariyat holatda qanaqa bo'ladi? O'sha odamlar yangi olganda eng qimmat pullarni patologga sarflaydi. Lekin eski uydan o'sha eski mebelni olib kelib qo'yishadi. Ya'ni eski, ya'ni hech narsa masalan o'zgarmadi-da, ya'ni yangilanish anoda bo'lishi kerak. Qulaylikda bo'lish, texnikada bo'lishi kerak, boshqasida bo'lishi kerak. Keyin hamma joyga atechento qo'yayotganligi. Atechento aslida deyman bu dekorativ bo'yoq hisoblanadi. Yo'q, masalan, ba'zilar hamma budjet bo'lsa muammosi yo'q-da, masalan, lekin muammo nimada bo'ladi aka? Baji stilda bo'ladi-da. Ya'ni pul asosiy qismini kerak emaslik sarflab bo'lgandan keyin pul qolmaydi-ku. Yana biz nimaga qaytamiz? Eski mebellarga qaytamiz, arzon texnikalarga qaytamiz. Chunki oxirgi olinadi-ku texnikalar. Bizda endi bu moliyaviy savodsizlikdan ham kelib chiqadi. Ba'zi hissiyotda, masalan, mebel bo'ladimi, uy qurilish bo'ladimi, bizda to'ylar bo'ladi, bu hissiyotning ustiga quriladigan narsalarda biznikilar o'sha boshida o'sha hissiyot bilan eng qimmat narsaga sarflab oxiri pul qolmaganda texnika mebelga yenda eng kam narsa ishlatishni boshlashadi. Shunday. Keyin ketadi, gilam olishim kerak deydi, boshqa olishim kerak. Endi seyfidagi pulni qaymog'ini biz arxitektorlarga, dizaynerlarga beradi o'zi asli. Oxirgisiga qiynaladigan joyi mana shu gilam, lustra, pardaga qo'yadi. Shunaqa. U aql bilan, menimcha, budjetni aql bilan ishlatsa, chunki menga bitta akamiz aytgan,
agar degan mana qishloqqa borib degan uyni to'g'ri qursang degan bitta sham bilan uy isitsang bo'ladi degan. Bitta sham bilan uy isitsan degan agar to'g'ri qursang degan. Bizdek haligi ular gumbazlar qilingan-ku, nima deydi, shamollar kirishiga masjidlarda qanaqadir yozda juda salqin bo'ladi mana. Shunaqa. Oddiy bu yerda hech narsasi Shimolga yo'q. qarab ayvon qurilgan. Shamol kirib hovliga aylanish uchun. To'g'ri qursangiz ancha kim aytdiki menga, siz aytdingizmi? Kimdir menga aytdi-ku, bir xil obyekt, bir xil kvadrat metr bittasini kommunalkasi 1,5 million so'm chiqadi, bittasiniga 6 million so'm chiqadi. Siz aytdingizmi o'sha narsani? Men aytdim shekilli. Kimdir menga aytdi-da, bir xil mana, bir xil. Ikkalasi bir xil faqat. Bir xil kvadrat metr ham bir xil. Lekin buni kommunalkasi 1,5 million so'm chiqadi, buni kommunalkasi 6 million chiqadi. Masala noto'g'ri qilingan. Noto'g'ri joylashgan, noto'g'ri rejalashtirilgan. Svetlarni ko'paytirgan, elektr hamma narsa, hamma noto'g'ri bo'lganda. Quyoshga nisbatan noto'g'ri. Hamma narsa o'tdi, masalan, noto'g'ri bo'lganda. Bir xil bo'lmasa. Muhim narsa. Ya'ni u mayli, endi tasavvur qiling, bir oyda hisoblaylik, bir oyda 4,5 milliondan farq bo'lgandan keyin ketdi 10 oyda 45 million. Bo'ldi mana 60 milliondan yiliga bor. 600 million 10 yilda. 50 ming dollar 10 yilda pulni chiqaradi keyin. Yo'q. Shunaqa. Boshidagi qurilish materiallarida ham gap katta-da aka. Qurilish materiallari masalan, qilmasangiz, yaxshi istolmasangiz, ko'proq resurs yoqasiz. Ko'proq kommunal ketadi. Albatta. Oynani ham misol uchun termosi yaxshisi qiladi. Ya'ni aytmoqchimanki, odamlar qurilishni o'zida ekonom qilaman deb, o'sha pulni 10x to'laydi. Shunaqa, yil mobaynida. Yil mobaynida kommunalga to'laydi shu narsani. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Mana bu gaplarim odamlar o'zi vashi dizayner ekan-ku. Bu quruvchi ekan, u avtoda. Shu aynan zakazi bor u. O'ni tashkari. Shu aynan siz aytayotgan narsalarni ham hisobini olish qanaqadir ma'noda arxitektorning qo'lida bo'ladi-da, to'g'rimi ustoz? Baribir o'shalarni hisobini olib chiqib, kommunalkalarni ham, boshqasini ham hisobini qanaqadir ma'noda olish baribir o'sha arxitektorga bog'liq bo'ladi. Ya'ni gрамотный arxitektor bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsalarni hisobini olib, shu insonlarga kommunal jihatdan ham o'sha kam rasxod bo'ladigan uylarni qurib bera oladi. Bitta to'g'ri uy qurish bilan odam ekonom qilishi mumkin, baxtli bo'lishi mumkin. Ayolga ko'p narsaga bog'liq. O'sha yashaydi. Yashash muhiti. Xo'p, keyingi savol. Hayotingizda, ishingizda Hop, erishgan qaysi yutuqlaringizdan eng ko'p qaysi yutuqlaringizdan faxrlanasiz? Erishilgan yutuqlar. Erishilgan yutuqlaringizdan qaysilaridan faxrlanasiz eng ko'p? Endi yutuqlarni Alloh taolo ko'p bergan. Kutilmagandan ham ko'pini beradi. Masalan, maqsad qo'yamiz 100, Alloh taolo 200, 300 ham beradi, masalan. Kuchimiz yetadigan mukofotlar bilan. Endi aytadigan bo'lsak, inson yo mehnati bilan erishadi, yo unga loyiq bo'ladi. Mehnatimiz bilan erishilayotgan narsada bu ustozlarning bizga bergan tartiblari, tarbiyalari, bizga berilgan vazifalari, mana shu ilmlarni cho'qqiga chiqargan sari, shu ish sohani rivojlantirgan sari ustozlarimiz ham zavqlar oshib boryapti. Ya'ni komandamizda hozir arxitektor, dizaynerlar 70 ta ishlaydi. Ular shu jamoani ko'rib, shu joylarda kelib, shu narsalarda, ya'ni kasbimni davomchisi, shogirdlarim shu ishni qilayotganligidan maza qilishadi. Va bu yutuq ularning yutuqlari aslida. Har bir narsadan yutuq olsa bo'ladi. Har bir narsadan muvaffaqiyatga chiqsa bo'ladi. Har bir narsadan. Maqsad nima? Halollik, to'g'rilik, qat'iyatlik, shijoat, chala ishlarni tugatish, maqsadni aniq qo'yish, nima uchun bu dunyoga keldik, uni anglash, fikrlash, insonlar uchun xizmat qilish, har bir ishimizni mukammallik darajasini bilish, bundan ortiq bo'lmaydi degan xulosa bilan ishlash, shogirdlarni kuchli tarbiyalash, har bir ishimizda Allohning roziligi borligi va mana shu narsalarni jamlagan holatida sohada yanada muhabbat oshadi, yanada keyingi qadamlar, yanada keyingi mijozlar bir-biriga bog'liq bo'lib ketadigan holatlar bo'ladi. O'sha uchun hozir bergan savolingizda ham muvaffaqiyat har bir ishda bor. Masalan, farzandlarimizni muvaffaqiyatini ko'rish ham men uchun masalan eng muhim narsalar. Ya'ni ularning sporti bo'ladimi, ilmi bo'ladimi, salohiyati bo'ladimi, rivojlanishi bo'ladimi, o'zining yoshiga nisbatan qay darajada oldinda, ilmda, sportda, bo'yida, hammasida. Shogirdlarim xuddi shu. Ular qay darajada
ularga men vaqt ajratib bilyapman. Ularda qanchalik o'sishiga sabab bo'lyapman. Ularni motivatsiyasi nima deydi? Ularni shu holatida ustozi qay darajada unga xizmat qilyapti. Mana shu narsalarda ham masalan hamma narsaga vaqt ajratishimizga fokusimiz qaratyapmiz. Va bu umrimizni hammaga bo'lishimizga umrimiz yetishi kerak. Behuda narsalarga, behuda suhbatlarga, behuda uchrashuv, behuda masalan dam olishlardan uzoq bo'lishimiz kerak. Har bir lahzamiz ertaga nima uchun, kim uchun, qay darajada foyda bo'lishini bilishimiz kerak. Shunday. Xo'p, shunda aynan qaysili ustoz? Misol uchun farzandingizni taekvondoga boradigan farzandingizni eshitishi mumkin misol uchun. Shu mashq yutug'im bilan shu Alloh bergan shu anaqasi bilan faxrlanaman. Detallarga kirish. Yoki detallarga kiradigan bo'lsa misol uchun. Mana shu farzandim Katta bilan o'g'limiz 15 yosh, Muhammad ismi. Hop, taekvondo bilan shug'ullanadi 5 yoshidan beri. Mana shu sentyabrda ro'ppa-rosa 10 yil bo'ladi. Shu paytgacha 8 karra O'zbekiston chempioni, 9 karra O'rta Osiyo chempioni va 2 karra Osiyo chempioniga erishdi. 14 yoshida jahon chempionatiga chiqish kerak edi. Barmoqchasi sinib qoldi. Qolib ketdi. Endi keyingi yil, mana shu yil, xudo xolasa sentyabrda jahon kubogi bor va keyingi yil jahon chempionati bor. Mana shunga o'zi tayyorgarlik qilyapti. 50 kilogramda tayyorgarlik qilib, ustida yaxshi ishlaydi. Nima deydi? Har bir inson nimaga qiziqsa o'shanga qo'yishimiz kerak. O'zim endi masalan taekvondo bilan ham shug'ullanib kelganman. 11 yilga yaqin. Va mana shu yerdagi o'zim erishmagan natijalarni shu farzandlarimni ko'rsam ham quvonaman. Menda bir tuyg'u bor. Endi masalan bu narsa bilan maqtanishmi bilmayman. O'zim o'sha ishni qilib bilsam ham, o'sha futbol ko'p-to'p tepayotgan paytida gol uradigan moment o'zimga bo'lsa ham boshqaga beraman, o'sha ursin deyman. Ya'ni o'sha chempionni o'zimda emas, boshqada ko'rsam zavqim 2x da. Bu bilmayman bu narsa nimada. U farzandimda bo'ladimi, shogirdimda bo'ladimi? O'sha uchun o'zimdan kuchli shogirdlarni tarbiyalash mening maqsadim. Va 200 ta o'zimdan kuchli shogird tayyorlayman deb maqsad qo'yganman. Hozir 5-6 ta bor. Ularni tarbiyalab, sekin chiqaryapmiz va umrimiz davomida mana shunaqa kuchli insonlarni tarbiyalash va ularga ham maqsad ular ham kelajakda mana shunaqa kuchli shogirdlar chiqarish uchun fokusni qaratish. Zo'r, Alloh davom muvaffaq etsin. qilsin. Rahmat. Xayrli bo'lsin, baraka bersin ustoz. Rahmat. Shunda o'g'lingiz, shunda keyin oxirida shu o'g'lingiz masalasida ana kuni aytdingiz, ya'ni bu doktor bo'ladi dedingiz. Shunda u doktorlikka o'zi qiziqadimi yo o'zingiz направление o'zi to'g'rilayapsizmi? Qanaqa bor? Yoshligidan shu shpritslarni olib yuradi. Onasi tomonda doktorlar bor. Xolasi, tog'asi doktor, buvisi doktor masalan. Qiziqish baland. Biz tomonda endi doktorlar yo'q, biz avlodda. Asosan ilmga biz tomonda. Va unga shu narsa qobiliyat shakllanib, shu doktor bo'laman deb va bir yildan beri meditsinskiy maktabda o'qiydi. Ertalab oppoq xalatlarni kiyib maktabga borishadi. Shu xirurg bo'laman deydi. Yosh bolalarni yuragini operatsiya qilib, hayotga, ularning yashashiga sababchi bo'ladigan maqsadim bor deydi. Shu bo'yicha xudo xolasa chet ellarda ham o'qitib, qaring. O'zbekistonda shunaqa bir doktorlarni chiqarish niyatimiz bor. Xayrli bo'lsin. Shu farzandlarni o'zini yoqtirgan, xohlagan sohasiga yo'naltirganni misol uchun maslahat berasizmi yoki qanaqadir misol uchun ba'zi ota-onalar baribir sandan ko'ra dunyoni yaxshiroq bilaman degan ma'noda misol uchun tanlab berish. Mana shu narsaga qanaqa qaraysiz? Xo'p, endi bolalarning o'zida nimaga moyilligi, balandligini ota-ona ko'rib biladi. Va u narsani taklifini beradi. Mana shu sohada nima deysan desa, qiziqishi bo'lsa, ko'rib ko'rish kerak. Hech bo'lmasa 3 oy shu sohada ishlash kerak. Kamida. Ichiga kirib bilsin. Kirish kerak. Meditsinani masalan, povur bo'lsa, povurlikni, arxitektura bo'lsa, arxitekturani ichiga mana shuni ichiga kirib, undan keyin u narsani o'zi anglasa, qiziqishi bo'lsa, undan keyin keyingi qadamlarni qo'ysa bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, kelajak maqsadlaringiz to'g'risida gaplashsizmi? Xo'p, yaqin 5-10 yil ichida xo'p, shu oldingizga qo'ygan maqsadlar 5-10 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'ryapsiz? Ya'ni soha bo'yicha yoki o'sha hayotdagi maqsadlar bo'yicha gapiradigan bo'lsa. Xo'p, mana shu 5 yildan beri olingan tajribadagi ilmlarimizni bo'lishni davom ettiryapman. Va maqsadim mana shu 5 yil ichida, 10 yil ichida ko'proq quruvchilarni to'g'ri ishlashiga, prorablarni to'g'ri mustahkam uy qurishiga, qurilish biznes egalarini qayerlarda ilm olishlari kerakligiga, qayerlarda ko'zlarini ochishi kerakligiga fokusimni qaratish. Ya'ni O'zbekistondagi qurilish sferasidagi barcha narsaga ta'sirim sifat, mustahkamlik, o'sha zilzila bardosh uylar qurilishida,
Xo'p, barcha inson baraka topishida va mana shu O'zbekistondagi qurilish saviyasini o'sishiga sababchi bo'ladigan qadamlarimizdagi maqsadlarimiz qo'yganman. Bu bitta maqsadlarimdan biri. Ilm yo'nalishidagi maqsadimdan biri. Shu paytgacha 500 dan oshdimi, kammi shu atroflarda quruvchi prorablarni o'qitirdim. Va har yil, bir yilda bir marta o'sha qurilish saboqlari, kurslarimiz bor va mana shu keyingisi 17-oktyabrda Xudo xohlasa. 200 ta quruvchini olib tayyorlaymiz. Qaysi ma'noda tayyorlaymiz? Biznesini ichiga kiramiz. Kelajakdagi maqsadlar qo'yish bo'yicha, komandani kengaytirish, tizimlashtirish bo'yicha, qurilish ilmlarini mukammal darajada o'rganish bo'yicha, mijozlar bilan ishlash strategiyasi bo'yicha, daromadini oshirish bo'yicha mana shu ularga yoqadigan va ularni o'stirish uchun maqsadimiz qaratilgan. Bundan tashqari qurilish ilmi alohida. 200 ta qurilish ilmi. Ya'ni bittasi regel, bittasi kolonna, bittasi zina, bittasi lift, bittasi fundament, bittasi tom, bittasi parapet bo'yicha, bittasi peremichkalar. Mana shular 200 ta shunaqa mavzu yig'ilgan. Ichiga qurilishni kiriladi, undan tashqari biznes ilmlari alohida beriladi. Va uni ichidan bitirilgandan keyin CBC qurilish klubimizga yaxshi mutaxassislarni o'zimizga olamiz. Ya'ni CBC qurilish klubimiz biz Ardako Design kompaniyamiz chizgan loyihalarni quradigan jamoa. Mana shu Qozonga tashlaymiz, bizga deymiz, ana gostinitsa proyekti bitdi. Kim quradi deymiz. Bittasi men quraman, santexnikasini bittasi men qilaman, liftini men qilaman. Mana shunday zakaz tashqariga chiqmaydi. CBC klubimning ichidan hamma o'zini manfaatini olib, mustahkamligiga ham, sifatiga ham bir-birimizni uyaltirmasdan ishlashga maqsad qilingan. Ya'ni CBC klub ichida tushunishingiz bo'yicha qurilishga aloqador hamma soha vakillari bor. Ya'ni terma jamoa, lekin oddiylar emas. To'plari ko'sti emas, Alloh xayr. 80 kishidan iborat. Zo'r. To'plari. Go'zal. Soha bo'yicha erishgan natijalaringizni o'rniga hayotingizda nimalarni qurbon qilgansiz? Ya'ni nimagadir erishish uchun nimadan bir voz kechishga to'g'ri kelgan vaziyatlar bo'lsa. Kompaniyamiz ochgandan keyin 3 yil yakshanbasiz ishlaganmiz. Ya'ni dam olish degan narsa bo'lmagan, safar ham bo'lmagan, safarlarni yig'ishtirib tashlab. Mana shu sohani rivoji uchun qay darajada chiqishimiz kerak? Ardako Design kompaniyasi Teach Proyektov mana shu bo'yicha kuchli fokusimiz qaratib yaxshi ishlaganmiz. Taxminan bir 20 ta shogirdimiz bilan o'sha payt mana shu 3 yil ichida ishlangan. 3 yil bezoddiq. Razgon olguncha biznes. Ya'ni maqsad qo'ydingizmi? Maqsadingizga erishguncha o'rtada dam olish mumkin emas-da. Dam oldingizmi, to'xtab qolasiz. To'xtadingizmi, yana razgon olib o'sha atmosferaga, o'sha tezlikka chiqish uchun yaxshigina energiya sarf qilishingizga to'g'ri keladi. To'xtadingizmi, o'ylab ko'rishga yanada sovish holati yoki shuning uchun maqsad qo'ydingizmi, oxirigacha boradigan nuqtaga borgandan keyin dam olish kerak bo'ladi. Shunday. Tushunarli. Umrimizni qurbon qilganmiz deb sohaga. Umrimizni. Inson umrini sarf qilib ilm oladi. Umrini sarf qilib pul topadi. Biz hozir mijozlarimizga xizmat qilayotgan joyimiz bizni umrimizni olyapti mijoz. Tajribamizni olyapti. Va u inson uchun biz o'sha loyiha tayyor bo'lguncha 2 oymi, 3 oymi yashaymiz u inson uchun. Ertalab turdikmi o'sha inson uchun xizmat qilish uchun yashaymiz. Va mana shu uchala narsani jamlagan holatida biz faqat u narsani pulga almashtiryapmiz. Umrimizni, tajribamizni va vaqtimizni. Endi pulga almashtirdik. Endi bu pul topish bir narsa bo'ladigan bo'lsa, ya'ni endi bu pulimizni biz nimaga almashtirishimizga qaratishimiz kerak. Ya'ni umrimizni pulga almashtirdik, endi pulimizni nimaga almashtiramiz? Ya'ni almashtiradigan narsamiz bizni ilmimizga, darajamizga, biznesimizga, hammasiga ta'sir qilishi kerak. Barchasiga. Ba'zilar mana shu almashtirayotgan narsani kerakmas narsalar bilan olib qo'yadi va ertaga umrini o'sha narsa bilan almashtirgan hisoblanadi. Masalan, deylik, pul qaysi holatda umrga foyda beradi? Deylik, mana shu yerdan Toshkentdan Xorazmga boradigan poyezd 14 soatga boradi. Samolyot 1 soat, 1,5 soatda boradi. Biz 12 soat vaqtimizni tejashimiz mumkin. Qaysi payt 2x da pulimiz ko'proq berib, masalan, $50 emas, $100 samolyotga berib, samolyotda borilsa. Ya'ni bizning 12 soat vaqtimizni nima tejayapti? Pul. O'sha pul topayotganligimiz mana bu yerda 12 soat umrimizni tejasin, mana bu yerda tejasin, bu yoqda tejasin. Hamma texnikamiz oxirgisini olaylik masalan. Umrimizni tejaydigan va sohamizni yanada rivoji uchun xizmat qiladigan narsalarga pulimizni tikishimiz kerak. Ya'ni pul bu asli umrimiz. Umrimizni o'shanga tikishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli. Pulni topgan boy emas, pulni sarf qilib biladigan boy aslida.
deyarli savollarni berib bo'ldim. Yana fikr mulohazalar bo'lsa yoki o'zaro qanaqadir savollar qiziqtirgan narsalar bo'lsa bemalol. Zo'r bo'ldi. Podkast shu kirishda ancha-muncha narsa qiziqarli boshladik. Rosa qiziqarli, juda menga yoqdi. Qiziqarli boshladik. Keyin sekin sohaga kirib, keyin sekin maqsadlariga o'tib ketdik-ku. Shunaqa. Sekin tugatsak bo'ladi, menimcha. Bo'ldimi sekin? Shunchaki siz bilan gaplashganimizdan xursandmiz. Maza qildik. Bular mana sizni shogirdingiz. O'zingiz topshirdingiz. Alloh xayr baraka bersin. Ustozdan ustozga o'tdim-da. Alloh xayr baraka bersin. Alloh manfaat qilsin. Amaliga. Maza qildim. Endi bu soha bo'yicha gaplashganlarimiz menimcha 0.01% Xamir emas. uchdan patir. Hech narsa emas bu. Chunki bu soha qurilish detallar juda ham ko'p. Ya'ni har bitta odam umuman olganda yashayotgan uyini qanaqa qurilganligini, qanaqa bo'lish kerakligini to'g'rilash kerak, bilish kerak, o'zi ham bilim bo'lish kerak va bu chuqur ilmlari mana shu sohada ketaman degan odamlar bo'ladigan bo'lsa, chuqurroq o'rganishni biz tavsiya qilamiz. Albatta. Alloh siz ishingizga xayr baraka bersin. Siz haligi o'sha reja qilayotgan o'zidan kuchli bo'lgan 200 lab, 1000 lab shogirdlarni chiqaring. Bularning bittasi mana bu sizlarni Manzur akamiz bo'lsin. Aka rahmat. Sizga rozi bo'lasiz. Sizga ham rahmat Abdusattorga kattakon. Suhbatimiz oxirida yana bir narsani aytaman. Kema qirg'oqda xavfsiz. Lekin kema qirg'oqqa turish uchun yaralmaganda, yasalmagan. Shunaqa. Bu oroldan u orolga boradigan manzillarga yurish uchun yasalgan. Bizda mana shu tajribamiz bormi, ilmimiz bormi, biz qirg'oqqa turishimiz kerak emas. Tavakkalimiz nimada? Tavakkalimiz harakatda. Narigi qirg'oqqa borish, narigi manzilga borish, narigi maqsadlarga borish uchun. Shuning uchun kelajakni tarbiyalaydigan mana shu ustozlar va mana shu ilmga ochiq bo'lib, mana shu har bir narsani ilm bilan qilsa, u baraka topadi. Albatta. Hayot sinashdan oldin ustoz sinash kerak birinchi. Undan keyin hayot sinaganda yengil o'tadi. Hozirgi dizaynerlarni ham, arxitektorlarni ham ko'ryapmiz. Salgina ilm olinadi, ma'lumot olinadi, shu bilan biznes qilish uchun shoshiladi. Shoshilinch ilmga shoshilish kerak, lekin pul topishga emas. Vaqti kelib hamma narsa o'zini rizqida topadi, lekin ustozni soyasida turib ilm olib shu masalalarda, bu mas'uliyatli masala. Bir doktor chala ilmi bilan bir kishini vafot qildirishga sabab bo'lsa, bu arxitektorlar, quruvchilar, dizaynerlar minglab insonlarning hayotiga ertaga zomin bo'lishi mumkin. Hali zilzilalar oldinda, hali hayotdagi kutilmagan voqealar oldinda. O'sha uchun mustahkam uy qurish, mustahkam binolar qurish, mustahkam interyer dizayndagi o'sha bolachasi insonlar turadigan bolalarning xavfsizligini ham yaxshilab o'ylashimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa dacha loyihalari qilayotganimizda zinalarni tushib ketadigan holatlar bo'lyapti. Basseynlarga tushib ketayotgan joylar bo'lyapti. Nima qilsak bolachalar bormasin, yiqilmasin. O'sha har bir panjaralardagi orasidagi masofa ham bolachalar boshi sig'maydigan standartlar bor. U narsani dizaynerlar bilmayapti. Balandlikli perillarning balandligini aniq standartini bilmayapti. Sirpanishlar, yiqilishlar, kerak bo'lsa vanna olishga borsa ham vannani tegi tekis emas. Bunaqasini olyapti. Oyoq tursa sirpanib yiqilyapti. Qovurg'asi sinayapti, boshi bilan tushyapti. Shu hammomda yiqilgan yomon bo'ladi, o'zi. Yosh katta insonlar uchun alohida ushlaydigan ruchkalar qo'yish kerak, masalan, tushishiga, kirishga, masalan. Hamma narsani ikir-chikirigacha o'ylaganimizdan keyin haqiqiy dizayner inson uchun funksiya qanday qulay, qanday qilsa mana shu yerda inson jarohat olmaydigan tasavvurda agar ishlaydigan bo'lsa, albatta bu arxitektorlar, dizaynerlar kelajagida juda ham go'zal bo'ladi. Va bu tajribalarni ustozlar albatta shogirdlarga o'rgatadi. O'sha uchun ustoz ko'rish kerak, shogirdlar ustozsiz bo'lmaydi. Kamida meni fikrim 5 yil ustozning qo'lida ishlasagina nimadirni tushunadi. Rahmat. Rahmat. Barakatli bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat.